oldingi davrimizda yigitlarni onasi qizg'anchiq bo'ladigan gap bo'lardi. Hozir qizlarni onasi qizg'anchiq bo'lgan. To'g'ri, ularga ham oson emas. Guldek qizini 19-20 yoshga chiqarib, birovni qo'liga berishadi. Albatta, xavotir bo'ladi. Nima yeyapti, nima ichyapti, nima qilyapti ekan degan xavotir bo'ladi. Lekin dinimiz bo'yicha berdingmi egasiga? Bo'ldi, u mas'ul. Sandan chiqdi, bo'ldi. Farzand saniki, lekin bo'ldi, u уже birovni xasmi ketdi, egasi bor uni. Endi masalan siz o'sha xiyonatni ham kechirishga tayyormidingiz? Yo'q, xiyonat bilmayapmiz. Bu faqat yolg'on. Bu faqat yolg'on. Nima sabab, asosiy ajrimni birinchi sababi nima bizda? Onalar. Qiz uzatadigan onalar. O'zbekchilikda bitta gap bor-ku, yaxshimi, yomonmi, oldingda o'sha ering bo'lsa, seni yuzing ekan, pardang ekan. Albatta. Izzating ham, hurmating ham bo'lar ekan. Albatta. Vaqt kelsa, farzandingiz bilan ham dardlasholmaydigan sirlar bor. Ayniqsa o'g'il bola bilan. Ayniqsa o'g'il bola bilan-da. Qiz bola bilan dardlasha olasan. O'g'il bolaga gapira olmaysan, chunki o'g'il bola hamma narsani ham ko'tara olmaydi. Ayniqsa onanikini. U dardingni aytolmaganingdan keyin faqat joy namozda gapirasan, dardingni yo yostiqqa gapirasan. Unaqalar hozirgi paytgacha ham davom etadi. Kelinimiz o'sha ichki ketyapman deb mana shunaqa xatoni qilganlar. Necha kun ketganlar endi shuni? Shuni o'rtasida bir 5 kunmi 6 kun borganlar ishga kelinimiz. Agar yanglishmasam shu. Endi Qorul aytibdiki, ishlamadik umuman biz. Karantin yo'q, karantin yo'q. Katta bo'lgan ekan o'sha bir hafta. Hech kim bilmaydi uni. Hech kim bilmaydi. Assalomu alaykum, qadrbaland qadrlilarim. Salomatmisiz? Mana yana siz sevgan Nilufar Guli loyihamiz xonadoningiz mehmoni va bugun studiyamizda Nilufar Gulining bir arzirli gullaridan Humayra opamlarni mehmonga taklif qilganmiz. Ular bilan bugungi maroqli suhbatimiz orqali siz ham ba'zi narsalarni o'ylab ko'rishga, mushohada qilishga va hayotingizga mundoq nazar solishga balkim turtki bo'lar degan umiddaman. Assalomu alaykum Humayra opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling. Siz asli kimligingizni o'zingiz tilingiz bilan tanishtirsiz? Men ismim Humayraxon. Yoshim aytishim shart emasdir. Yoshingiz aytishingiz shart emas. 18 yoshsiz. Toshkentlikman, eski shaharlikman. Humayra opa, eshitishimcha 11 yil yashab, ya'ni turmush o'rtog'ingiz qazo qilganlardan keyin boshqa turmush qurmagan ekansiz. Ikkita farzandingizdan bittalari olamdan o'tib, bitta o'g'il bilan qolgan ekansiz. Bu so'zlar oddiy bir axborotdek aslida, lekin buni orqasida har bir ayol his qiladigan bir turmush yuki, mas'uliyat, ham otalik, ham onalik mas'uliyati turibdi-da. Nima uchun boshqa turmushga chiqmadingiz? Endi avvalo bu taqdir yozilgani bo'ladi. Endi turmushga chiqishimga sabab topolmadim shekilli, odam topolmadim shekilli. Alloh bekorga erkak, bekorga ayol yaratmadi. Ya'ni yolg'izlik faqat Allohga-da. Shu sabab o'zi yetarligidiyu. Nimaga sizga harakat qilishmadi ota-onalaringiz o'sha paytda yoki hozir hayotmilar? Kelib chiqishingizni ham ozgina gapiring. Ota-onam o'tib ketishgan, oxiratlari obod bo'lsin. Biz 3 qiz, 3 o'g'ilmiz. Men o'rtadaman. Aka-ukalarim bor, umrlari uzoq bo'lsin hammaligini. Hamma o'zidan tingan. Bitta menda shunaqa bo'lgan, shu turmushimiz mana shunaqa bo'lgandan keyin, xo'jayinim o'tganlaridan keyin, shu mana shu yolg'iz o'g'lim 4 yashar edi. Shu bo'yicha ko'chaga chiqsam erkak bo'ldim, uyga kirsam ayol bo'ldim. Endi o'zimiz mana shunaqa qildim. Sabab topolmadim turmush qurishga, chunki arzirgurli odam bo'lmadi. Endi bizani u davrda bu narsa qayta turmush qurish xunuk hisoblangan. Yaxshi qabul qilmagan omma. O'shani o'ylagan ekanmiz biz. Shu narsani. Onam rahmatli ham bir qarindoshimiz kelib, mana shunaqa turmushga bersangizchi, tegmaysanmi deganlarda, voy uyat bo'ladi-ya. Bo'ldi endi. Bolasiga anaqa qilsin, birovni bolasi birovga kerakmi hozir degan ekanlar. O'sha narsalarga anaqa qilganmanmi men? Qiynalmadingizmi? Yolg'iz boshingiz bilan. Juda qiyin. Ayniqsa oldingda turmush o'rtog'ing bo'lmasa, juda ham qiyin u. Albatta. Chunki
haligi o'zbekchilikda bitta gap borku, yaxshimi, yomonmi, oldingda o'sha ering bo'lsa, sani yuzing ekan, pardang ekan. Albatta, Izzating ham, hurmating ham bo'lar ekan. albatta. Agar turmush o'rtog'ing bo'lmasa oldingda, sen hech kim emas ekansan. O'rning yo'q ekan hayotda. Ayniqsa ko'pchilikning ichida. Bu narsa menga hozirgacha ham bilinadi. Yolg'izlik juda ham og'ir, uni yukini hamma ham ko'tara olmaydi. Juda og'ir yolg'izlik. U yolg'izlik deganda bu tushuntirib bera olmayman. Uni u yolg'iz bo'lgan odam his qiladi. Shunaqa. Yolg'iz bo'lmagan odam his qilmaydi. Ich-ichingdan yolg'izsan-da. Ich-ichingdan. Chunki hatto ota-onalaringiz tirik bo'lganlarida ham baribir hammasini o'zini hayoti bor-da. Aytishadi-ku, qariyalarimiz hamma o'zini o'chog'iga o'zi kul tortadi. Ya'ni bu degani o'zi yonib, o'zi kul bo'ladi, kulini o'zi biladi Shunaqa. degan ma'no kelib chiqadi. Vaqti kelsa farzandingiz bilan ham dardlasholmaydigan sirlar bor. Ayniqsa o'g'il bola bilan. Ayniqsa o'g'il bola bilan-da. Qiz bola bilan dardlasha olasan. O'g'il bolaga gapira olmaysan, chunki o'g'il bola hamma narsani ham ko'tara olmaydi. Ayniqsa onanikini. U dardingni aytolmaganingdan keyin faqat joy namozda gapirasan, dardingni yo yostiqqa gapirasan. Unaqada hozirgi paytgacha ham davom etadi. U aytaman, yolg'izlikni yukini his qilgan odam biladi. Hali aytganingizdek, atrofingda o'sha jigarlaring bormi, yaqining bormi, birini eri, birini xotini bor, hamma o'zidan o'zi tinib ketgan, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Mundoq qaraganingizda, mana bozorlarga chiqqaningizda yoki sayr qilib yurganingizda qo'l ushlashib, podrashka qilib yurgan er-xotinlarni ko'rganingizda ichingizda nimalar o'tadi? O'kinaman. O'kinadi. O'kinaman. Chunki Alamli o'kinch bo'ladi. Men ham loyiq edim o'shunga. Lekin bilasizmi, taqdiringni shunaqa bo'lishigacha ishoning, atrofingdagi insonlar sabab bo'lar ekan, muhit. albatta. Muhit sabab bo'lar ekan. Endi bu aytilmaydigan gaplar ham bo'ladi odam insonni ichida o'ziga yarasha. Endi-chi, muhit sabab. Humayra opa bekorga aytishmaydiki, hatto farzand majbur qilib onasini yoki otasini o'zi majbur qilib nima qilish kerak. Chunki bizning o'zbek xalqimiz ayniqsa onalar tortinchoq bo'ladi. Chunki bir marta yig'lab bersangiz, dardingizni aytib, qo'yaver o'zim borman-u degan bir og'iz erkakning so'zi bo'ldi. Mana shu so'z hamma ishni o'zingiz qilganingizda ham, tog'i talqon qilganingizda ham mana shu so'z sizga energiya beradi. Va sizni ayol sifatida his qilib turibman. Boshqalarga yuragiga tegib ketmaydigan hazillar ham yolg'iz ayolga tegib ketaveradi-da. Juda. Ko'ngli yarim bo'lib qoladi. Juda yarim. Ayniqsa, ko'pchilik ichiga kirganingda, bizning o'zbeklikda gap bor-ku, eri oldi, eringni maqtama deb. Mana shunaqa maqtaganlarida juda ham bilinadi. Atrofingda yaqinlaringni ko'rib, havasing keladi, o'kinasan. Men ham shunaqa bo'lishim mumkin edi deysan, lekin haligi gap. Muhit. Muhit sabab bo'ladi juda. Qarang-da, endi siz qilayotgan hozir savobli ishlar balkim o'sha o'zingizni ko'nglingiz yarimligini, o'zingizni bir o'kinishlaringizni ortidan birovlarga mana shu kunni ravo ko'rmaslik uchun baxtli qilishga harakat qilish uchun suvchilik guruhingiz bor ekan. Bu necha yildan beri? 5-yilga qarab ketyapti. 5 yildan beri yana shuncha odamga xotin topib berib, er topib berib, ikki baxtsizni, 2,5 yortini bir butun qilib, yana pul olmasdan xursand bo'lib, qalbingiz to'lib, umringiz o'tishi ham bir qalbingiz chiroyli insonligingizdan. Chunki nima uchun buni aytyapman, Humayra opa? Hozir ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, spid bo'lgan odamlar iloji boricha hammaga qonini o'tkazishga, haligi o'tiradigan o'rindiqlarga ham shpritslarni tikka qilib, o'sha zararlangan nimasini, ya'ni insonlar borki, o'zi baxtsiz bo'lsa yoki o'zi bir musibatga uchragan bo'lsa, nima uchun boshqalar yayrab yashaydi? Nima uchun ular gullab yashaydi? Ular sog' salomat, men kasalman degan narsada isyonini shu darajada qiladiki, siz esa mana shu Alloh bergan sinovni mardonavor turib berib, yana o'zingizda yo'q baxtni boshqalarga ilinayotganingiz sizni taklif qilishga bu bir qalbimni junbushga keltirdi-da. Keling endi bir hozirgi zamondagi suvchilik haqida gaplashaylik. Bu narsa o'zi aslida bizni mentalitetimizda, o'zbeklar ichida, umuman musulmonlar ichida bor narsa. Yoki bir mahallani kayvoni ayolini yuring, falon joyga men bilan borib keling,
deb suvchilik bu ajoyib narsada. Endi mana shu narsani siz zamonaviy uslubini onlayn orqali kimdadir qizi bor, kimdadir o'g'li bor, bir-biriga topshirib qo'yish uchun jiddiy jahd qilayotgan ekansizda. Nima sabab bo'ldi? Qaysi ish sizni shu qadam qo'yib kirishingizga, jur'at qilishingizga sabab bo'ldi? Bu narsani man boshlashim mani mana shu o'g'limni turmushi bo'lmadi. Shu yolg'iz o'g'limni turmushi bo'lmadi. Shunda ozgina tushkunliklarga tushdim, qiynaldim. Suvchiliklarga boryapman. Unda endi bu karantindan oldingi voqealar-da. Suvchiliklarga boryapman, o'xshamayapti. Bilasiz, bizani o'zbekchilik bitta qarash bor insonlarda. Yolg'iz ona, yolg'iz o'g'il уже 3-sortli odam hisoblanadi. Hammada ham emas, lekin shu narsa men o'zimni boshimdan o'tdi. Birinchi mana shu o'g'limga borgan joylarimda yolg'iz onamisiz? Xo'jayingiz yo'qmilar? Yo'q, o'tib ketganlar xo'jayinim. O'g'lingiz bittami? Ha, bitta. Mayli, biz gaplashib ko'raylik, maslahatlashaylik deyishadi. Ertasi kuni telefon qilsang, yo'q, adozi yo'q deyishdi. Yo'q, qo'rqinch, cho'chishadi. Yolg'iz ona qizg'anchiq bo'ladi, yolg'iz o'g'il onasini etagini tegdi bo'ladi degan qarashlar bor-da, hammada ham emas. Bu qanchalik to'g'ri? Bu noto'g'ri. Lekin bor bunaqa insonlar. Bor, mana yaqinda ham xuddi shu narsa gruppamda bo'ldi. Juda ham achinarli holat. Bu degani hamma shunaqa degani emas. Hozir ko'rmasdan turib shu narsani ushlab olgan insonlar ko'p-da. Xullas, bu yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi. Xullas, bo'lmadi. Topdingizmi suvchilik guruhdan keyin? Yo'q, keyin men bir qo'shnim borlar, o'sha qo'shnimga og'iz soldim-da. Endi singlim, sen mana shunaqa kasalxonada ishlaysan, mabodo ishxonangda yo'qmi yaxshi qizlar? Samay opajon dedi, bitta qizimiz bor dedi, juda ham yaxshi dedi. Medsestra dedi, ilmi bor, ibodatli qiz dedi. O'shani ko'rib boqing dedi. Shundan keyin ertasi kuni o'sha oldimizda yaqin u больница chiqib ko'rdim. Qarasam oydakkina qizlar. Yoqqanday bo'ldilar. Shundan oylariga telefon qildim. Uchrashdi, bolalarni bir-biriga ko'rsatdi. Xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi. Bolalarimiz bir-birini topgandek bo'ldi. Xullas kalam topishdi. Bilasizmi? Men bu bizani o'g'limni ajrim bo'ldi bizanikida. Qancha yashadi endi o'g'lingiz? 40 kun yashadi. Atigi 40 kunmi? 40 kun ichida shu darajada ajrab ketishga sabab bo'ladigan nima katta bir voqea bo'ldi? Bizani ishimizni biza shu kelinimni topganimdan keyin o'sha qo'shnim orqali topganimizdan keyin kelinimizni u paytda endi juda katta potaxalar berilardi. O'sha qo'sha tog'ara, qo'sha sarpasrovlar. O'shalarni qildi, boshqa Kuyov tomonga rosa merimela bo'lardi. Hamma narsamiz chiroyli o'tdi, juda ham chiroyli hamma narsani o'tkazdi. Biza potaxani o'tkazdi, bir haftadan keyin dunyoga Covid kirib keldi, karantin. Karantin kirib keldi, hamma yoq yopiq, hamma yoq taqataq, yo'llar beko, uydan chiqmaydigan qamoqxona hayotimiz boshlandi. O'shani o'rtasida bu bolalar bir-biri bilan uchrashib, zagsga ariza topshirib, bu qilishdi-da. Xullas kalam ikkalovi уже yaxshi, уже to'y belgilashimiz kerak, lekin endi yolg'iz to'yim, yolg'iz onaman. Bitta umidingiz, ko'zingiz qorachig'i. Hamma narsa gaplashganmiz, to'yxonalar tayyor, hamma narsa tayyor. Kanday endi o'zbekchilikda qanaqa bo'lsa shunaqa qilaman deb niyat qilgan edim. Lekin Allohimdan mana shu sinovimiz bor ekan, karantinga to'g'ri keldi-da, shunday 2ta odam bilan olib kelib tashlaydigan to'ylar bo'lib ketib qoldi, boshlanib ketib qoldi. O'shani o'rtasida men ozgina yumshashini poyladim, oradan 3,5 oy, 4 oy vaqt o'tdi. Shundan keyin 10 ta odamlarga ruxsat berdi davlatimiz. O'sha 10 ta odamlikdan o'zimni, o'sha opa-singllarim, yaqinlarimni, o'sha 2-3 ta qo'shnilarim bilan, shu 10 ta odam bilan kelinimni olib keldi uyga. Bu kelinimni olib kelganimdan keyin men har doim o'zimga o'zim aytardimki, yolg'iz onani qaynona bo'lishi ozgina mushkulroq. Men o'zim ko'proq yoshligimni eslardim-da, mana shu qaynonam bilan yashaganlarim, o'zim kelin bo'lgan davrim, o'sha 18-19 yoshim eslardim. O'shanga qaramay yondashaman, menga nima yoqardi-ku o'sha yoshimda, kelinlik paytimda. Nima yoqmasdi. O'shanga qarab men kelinimni anaqa qilaman derdim. Kelinimni olib kelganimdan keyin o'sha olib kelib o'sha tashlab ketishganligidan keyin ertasi kuni men kelinimni oldimga olib o'tkazib hamma past balandini anaqa qildim. Ishoning, men kelinimni juda ham yaxshi ko'rdim.
Qanaqa yaxshi ko'rdim? Men yaxshi bo'lsam, kelinim yaxshi bo'ladi. Hmm. Men shu kelinimni ko'nglini topsam, demak, men yutug'im mana shu bo'ladi. Bolam bilan baxtli bo'ladi deb o'ylaganman. Kelinim oldimga o'tirib, hamma narsani ipidan iynasigacha tushuntirib, gapirib, quchoqlab, o'pib, yig'lab, nima qilsam qildimki, kelinimga o'sha o'zimni shart-sharoitimni tushuntirmoqchi bo'ldim. Mana uy, mana joy, mana o'g'lim saniki. Men o'g'lim bilan ko'payishing uchun oldim. Baxtli Sen bo'lishing uchun. baxtli uchun oldim, baxtli bo'lishing uchun. Seni men o'zimga anaqa qilib olmadim, jonim bolam. Mana Xudo xolisa, mana karantinlar yumshab ketsa, hammasi joyiga tushadi. Balkim endi unaqa to'y qilolmaymiz, endi qiziq qolmadi, sen уже kelib bo'lding. Lekin boshqatdan bir kichkina yig'in qilamiz, yana chiroyli qilib, boshqatdan yana bu narsa qilamiz degan maqsadda endi tushuntirish berdim kelinimga. Xullas kelinim tushundilar deb o'yladim. Kelinni olgandan keyin ozgina sag'al qaynana qattiqroq bo'lgani ham yaxshi ekan o'zi. Nega hadeb kelini paypaslab, voy bolam anta o'tir, voy mana buni ye qol, mana buni icha qol, uxlay qol, ana uni qilma, mana buni qilma deyish ham kerak emas ekanda. Ozgina o'zini holiga ham qo'yib qo'yish kerak ekan, hadeb mehribonchilik qilish kerak emas ekan. Ammo o'sha mehribonchilik bilan men kelinimni ko'ngliga yo'l topmoqchi bo'ldim. Medik edilar kelinim. Shu bilan ishlayman dedilar. Mayli ishlay qolsinlar dedim, o'g'lim ruxsat bermadi, lekin men anaqa qildim, chunki u karantin paytida bilasiz, mediklar hammaga kerak bo'ldi. Kerak bo'ldi, to'g'ri. Shundoq guldek hunari bor bu qizcha, qanaqa men uyda anaqa qilaman? Alloh o'zi asraydi. Dedim-da, shundan kelinga men o'g'limdan ruxsat oldim, ishga ruxsat berdi. Shundan ishga tushib ketdilar kelinimiz, lekin ishga tushmagan ekanlar. Qayerga borgan ekanlar? Endi unisi o'zlariga ayon, bizga ayon bo'lmadi, ishga tushmagan ekanlar. Xullas kalam Allohning anaqasi bilan qarangki, shunaqa bir g'alati ish bo'ldiki uyimizda, men o'zim hayron qolaman. Hammasi joyida, kelinim ishga ketolmadi, ertalab ketdilar, quchoqlab, xayrlashib, ularni jo'natdim. O'g'lim ketidan ketdi ishga. Shu bilan endi yozgi kuni issiq kun. Dedim, hali ho'l mevalar aynab qolmasin. Chiroyli kompot qilib qo'ysam, bolalar hali kelib muzlab tursa, ichishadi issiq kunda deb kompot qilaman deb suv qo'ydim-da, shundan eshigimizning tagida do'kon bor. Har xil mevalar bor. Endi hali kompot qizartiray deb olchaga chiqdim. O'shanda eshik quplanib qolibdi. Bizning eshigimiz tashqaridan quplanadi. Xayol bilan quplab qo'yganman-da, kaliti yo'q, hech nima yo'q. Tashqarida podyezdda qolib ketganman. Shu bilan keyin hayron bo'lib anaqa qildim. Hali do'kondorning oldiga chiqdim. "Aka" dedim, "Mana shunaqa bo'ldi-ya" dedim. "Gaz dedim, issiq kunda hali suv qo'yib qo'yganman" dedim. "Hozir nima bo'ladi endi" dedim. "Iltimos telefoningizni bering, o'g'limga telefon qilay, kelib eshikni ochib berib ketsin" dedim. Shuna telefon qilsam, o'g'lim, "Ona, men maylisga kirib ketyapman. Hamma boshlar urushibdi, hech qanaqasiga oldingizga bora olmayman. Keliningizga telefon qilib beraman. Hozir amallab bitta mashina toping deb borib keliningizdan ola qoling kalitni" dedi. Shundan ishxonalarga kelinimizning oldilariga borsam, ishxona yopiq, karantin. Ochilmagan ekan. Частный klinikaga ishga kirdim dedilar-da, chunki o'zlari ishlagan больница karantinga topshirilganda, o'zlari частныйga borib ishlayman dedilar. Вот karantinda yopiq, eshikning tagida qorovul o'tiribdi. Xullas kalam gapirsa gap ko'p, kelinimiz o'sha hali ishga ketyapman deb mana shunaqa xatoni Necha kun qilganlar. ketganlar endi shu? Shuni o'rtasida bir 5 kunmi, 6 kun borganlar-da ishga kelinimiz. Agar yanglishmasam shu. Endi qorovul aytibdiki, ishlamadik Karantin. umuman biz. Karantin ochilmadik. yopiq, karantin yo'q. Uni o'rtasida o'g'lim telefon qilgan-ku kelinimga. Kelinim kelyaptilar, ertalab uydan qandoq kiyinib chiqib ketgan bo'lsalar, shundoq kelyaptilar. Endi men hali xuddi kelinim yiqilib tushib hozir o't bitmaydi bo'ladigandek, "Chopmen bolam, to'xtang" deb anaqa qilyapman-da, shundan bu yer oldimga keldilar. "Voy, do'konga chiquvdim. Nima bo'ldi? Eshik quplanib qoldimi? Qaysi kalitni beray" deyaptilar. Kalt, shu sumkalardan bir to'da kalt orasidan kalt olib beryaptilar. Shundan yugurgancha hali qo'llaridan kartni oldim-da, hali kelgan mashinamga o'tirib uyga keldim-da, kelayotganda o'zimga aytdim. Karantin bo'lsa, hamma yopiq bo'lsa, bu kelinim 4 kun 5 kundan ishga ketyapman chiqib ketayotgan bo'lsalar, qayerqa boryapti bu kelin? Endi o'shanda yashashganligiga 40 kun bo'lgan. Uzoq bo'lmagan. Shundan o'shaning o'rtasida uyga kirganimda o'g'lim telefon qildi. "Ona, kirdingizmi, nima bo'ldi" deb. "Gazni o'chirdingizmi" dedim. "Ha, gazni o'chirdim" dedim. "O'g'lim" dedim, "endi sendan bekitadigan narsa yo'q, bekitma, gapirmasam bo'lmaydi" dedim. "Mana shunaqa bo'ldi bolam" dedim. "Endi bu yog'ini sen o'zing anaqa qilasan, Alloh xotining bilan" endi dedim. shu uyingizni bekorga qulflatib qo'ymaganda. O'sha Alloh ishi. Men bo'lmasam men birovni bolasini o'g'lim bilan ajratishga olib kelmaganman.
Hech qaysi qaynona Hech kelinini qaysi qaynona yo'q, ajratay demaydi. ajratay demaydi. Birovni bolasi u ham. Bu arzirli anaqa emasda endi olib qaraganda. Lekin mana o'sha narsa yolg'on kelib chiqqaniga arzirli bo'lib qoldi. Nega? Chunki o'shanda o'sha kelinimni uyiga olib kelganida o'g'lim ishxonasidan arzirli narsa emasda, haligi nima deydi, o'sha ko'chada yurganlari. Bu uylarini haligi anaqa bo'lishi, to'zishi deydimi, nima deydi, Bu endi tinchlik yo'qolishi. balkim uyiga borib turgandi u. Yo'q, mana qarang, o'g'lim borganida so'raganda, "Qayerda eding?" degan. Qilsa aytmagan. "Et qayerdaligingni?" desa, "Xolamnikiga borganman" degan. "Yur, men to'yda xolangni tanimovdim. Xolang bilan tanishib olaman. Yur, xolangni oldiga olib borgin" degan. Shunday qilgan kelinimiz. Shunda mashinaga o'tkazib olib kelgan. O'shanda endi panikaga tushganmi kelinimiz, cho'chiganmi, mazasi bo'lmay eshikdan olib kirdi. Men qo'rqib ketdim, albatta, birovni bolasi baribir. Vaholanki o'zim ham bolamni qabul qilganman. Cho'chiyapman, nima bo'ldi bu bolaga, endi o'g'lim nima qildi deb. Anaqa qilyapman deb. Shundan keyin o'g'limni o'zini feldsher bitta og'aynisi bor edi. U kelib qaradi, ona hammasi joyida, panikaga tushib qoldi. Bu hozir xato qilib qo'yganiga keliningiz. O'ziga keladi deyapti. Endi mana bu narsani men xato qilganimni keyin bildim. Albatta, sizni mana mashinangizdek qaynonalar maktabi ilmiga kelib o'rganib Mo'ldapamga bildimki, kelgansiz Mo'ldapamga kelganman. Necha yil Umrlar bo'ldi uzoq bo'lsin. o'qiganingizga? 4 yil bo'lib qoldi shekilli. Xo'p, nima xatoyingiz bor ekan? Mani xatoyimmi? Mana Mo'ldapam o'rgatganlarni bilasizmi, nimani o'rgatdilar? Uyingizdagi, mana o'zingizni oilangizdagi mayda-chuyda gap so'zlar bormi? Nimalardir endi kelishmovchilik bo'ladi-ku, har bir oilada bo'ladi. Har bir xonadonda nimadir kelishmovchilik bo'ladi. Usiz hayot yo'q. O'sha uyingizdagi mana shu ozgina haligi kelishmovchilik bo'lyaptimi, nima bo'lgan taqdirda ham 3-shaxs aralashishga haqqi yo'q. U sizni oilangiz, u sizni qo'rg'oningiz, u sizni to'rt devoringiz. U oilangizga 3-shaxs qo'shmang. Kimni qo'shuvdingiz o'sha paytda? Men o'shanda kelinimni o'g'lim olib kirganidan keyin o'sha mazasi bo'lmay sudurga berib, o'zini anaqa qilgandan keyin qo'rqqanman endi. Bir nima bo'lib qolmasin deganman-da, cho'chib men qudamlarga telefon qilganman. Mana shunaqa qizingiz mana shunaqa ishga ketyapman deb mana shunaqa qilib chiqib ketgan ekanlar. O'g'limga aytdim, mana ikkalovi tortishib, arazlashib, ozgina bir-biri bilan anaqa qilib qolib kelishdi. Qizingiz mana bitta mazalari bo'lmayapti, qo'rqyapman. Keling, ertaga anaqa bo'lmaylar deganman-da, men qudamlarga telefon qilganman. 10-15 minut yetmasdan qudamizga keldilar. Kelganlaridan keyin men chiqib ketdim kelinimni oldidan, uni o'rtasida skорib chaqirdi, anaqaga qaratinglar deb doktor keldi, ko'rdi. Davleniya joyida, hamma narsa joyida, lekin panikada. Ayollik makri. Ha, oyoq qo'llar bunaqa gajay qilib olganlar, qo'yib yubormayaptilar. Nima qilsa o'zi ham qo'yib yubormayaptilar. Gajay bo'lib olgan oyoq qo'llar. Lekin oylari kelganlaridan keyin ortadan bir 10 minut, 15 minut yosh o'tmadi vaqt. Uni o'rtasida qudamga tushuntirdim, gapirdim. O'sha 40 kun yashaganlarning ichida ancha-muncha gaplar bo'ldi. U ham bo'lsa hali aytganimdek, qaynona hadeb kelinni paypaslash kerak emas ekan. Ozgina sal o'zbekchiligiga borib, ozgina qattiqroq turish ham kerak ekan. Men o'sha kelinimni ozgina anaqa qilib qo'yganimga ham bilmayman. O'shancha ozgina qo'pol qilayotgan haddalardan oshlarni bilmayman. Xullas kelam, o'sha gaplarimni ilmaganlari uchun bu yolg'onni bizga ishlatganlar, men ishga ketyapman deb. Vaholanki ishga ketmaganlar. Xo'p, onasiga nima dedi? Onalariga shu gaplarni aytdim. Mana shuncha kundan yashaganlarda mana mana bu ishlarni qildilar, men mana qildim. Deyapman-da, endi o'zimni tushuncham bo'yicha o'zbekchilikda bizani o'z-o'zida ham shunaqa bo'lganda bir payt. Men Farhon hali misolcha aytishardi, "Qudajon, yoshlik qilibdi. Bu qilmabdi, men qilmayman endi. Yoshda endi xato qiladi. Qizim, qaynonangdan kechirim so'ra, xo'jayiningdan kechirim so'ra. Men seni shunaqa katta qilganmidim. Menga shunaqa gaplarni eshittiryapsam, hali issiq kunlarda meni ovora qilib. Quda endi yoshlik qilibdi-da" deb sekin hali ikkita katta odam gaplashib, kelishib, "Quda endi shunaqa bo'ladi. Biz ko'rpacha bo'lishimiz kerak, ko'rpa bo'lishimiz kerak. Bular bilmaganini biz tushuntiramiz-da endi. Ozgina hali suvi loyqalanib qolibdi. Endi xatolarimiz bo'ladi hammani. Yoshlarni endi ozgina anaqa qilamiz. Qizim, o'tirgan joyingda o'tir" dilla degan tushuncha bo'lgan menda. Ular nima qilishdi? U tushuncham teskarisi bo'lgan. Qudam bilan nima gaplashganimdan keyin ichkariga kirib ketganlar. Hali endi qizlar gajay bo'layotibdi, endi skoriy oldilarda, feldsher. O'g'lim oldida. Bir mahal endi o'g'lim chiqib keldi, oylari kirgandan keyin spalniyaga. O'g'lim chiqib kelgandan keyin bir mahal endi oradan bir 10 minut, 15 minut vaqt o'tgani yo'q.
Chiqib keldilar-da, "Xayr opajon, mani qizim xato qilibdi. Mayli, yedirgan-ichirganingizga rozi bo'ling. Men yomonimni olib ketyapman" dedilar. Shundoq qaradim. Hali aytganimdek, men endi boshqa narsani kutganman Xudomdan. Bizani o'zbekchilik shunaqa bo'lishi ham kerak. Chunki xato kimdan o'tsa, o'sha ozgina kechirimliroq, pastroq bo'lishi kerak bizani o'zbekchilikda. Bizda teskarisi bo'lib qoldi-da. "Olib ketyapman" dedilar. Men aytdim, "Ha" dedim, "hozir uyda ota bor-ku" dedim. "Ota ham ertaga yetadi. Xotin, men suvini sovutib olib kelding qizimni" deb oldiga solib kelib qo'yadiganman-da. Yo'q. Olib chiqib ketganlar. Men ham indamay o'tirganman. Shu chiqib ketganlarcha chiqib ketdilar. Hech nima anaqa qilmasdan ketishdi. Kechki payt kelib poyladim, kelishmadi. Ertasi kuni poyladim, kelishmadi. Keyin men endi bu yerda o'g'limni anaqa qilyapman. O'g'lim endi mana shunaqa layoqalanadi. Mayli, xato qilibdi. Mayli, hech nima o'g'irlik qilmabdi, boshqa qilmabdi. Yolg'on gapiribdi endi. Buni kechirsa bo'ladi, deyapman. Qatda bo'lgan ekan o'sha bir hafta. Hech kim bilmaydi uni. Hech kim bilmaydi. Ishoning, mana hozirgacha ham bilmaymiz. Xullas kalom, ular qattaliklarini aytmaganlar, o'g'lim ham bilmaydi, oylari olib ketdilar. 4-mi, 5-kuni o'g'lim ishxonasiga borishgan er-xotin. Ya'ni qaynana-qaynota o'g'lim ishxonasiga borishgan. Xullas meni yomonlashgan, nima deyishgan. Endi hali san hal qilgan, qizim bilan anaqani biza aralashmaymiz, san hal qilasan degan. O'g'lim endi meni onamni anaqa qilmaysizlar, menga vaqt beringlar degan. Xullas kalom, ular ketishgan. O'shani o'rtasida keyin o'g'lim, ishonasizmi Nilufar-xon, meni o'g'lim noto'g'ri qilganmi, to'g'ri qilgan bilmayman. Menga o'sha qo'limga yangi telefon olib kelib berganda, meni qo'limdagi telefonimni kelinga berganda, kelinning qo'lidagi telefon eski bo'lganda, hali telefonning akkauntni o'ziga o'tkazgan bo'lgan o'g'lim. Bu qiz uyiga ketganlar-yu. Uyda eski yorlarim bilan yozishganlar. Telefonda gaplashganlar, yozishganlar eski yorlar bilan-da. U yozuvlar hammasi o'g'limning telefoniga kelib O'g'lim ochib qarasaki, kelin begona erkak bilan yozishib, gaplashib, dardlashyapti, dardini aytyapti. O'zini erini yomonlab turibdi. Uni hech qaysi erkak hazm qilmaydi. Shu bilan nima bo'ldi? Butunlay ajrashib ketishdimi? Shu sabab bo'lgandan keyin men endi yalinyapman o'g'limga. Jon bolam, loyqalandi. Anaqa qilaylik. Endi masalan siz o'sha xiyonatni ham kechirishga tayyormidingiz? Yo'q, xiyonat bilmayapmiz. Bu faqat yolg'on. Bu faqat yolg'on. O'sha ertalab o'g'lim ishga ketayotganda aytayapman, o'g'lim, bugun vaqtliroq kelganda ikkalamiz boramiz deb olib kelamiz kelinni deyapman. Bunaqa bo'lmaydi deyapman. Mayli, ular xato qilayotgan bo'lsa, biz pastroq kelaylik deyapman. O'g'lim indamay chiqib ketdi. Ishga-da, shu bilan keyin obeddan keyin kirib kelyapti. Rangida rang yo'q. Nima bo'ldi deyapman. Shunaqa desam, ona ertalab sizni gapingizdan keyin 50 bo'lib turdim o'zi. Sizni gapingizdan keyin ketganimdagi o'ylab anaqa qilib turdim. Lekin bugun bitta narsa bo'ldi. Ona 250% bu qiz bilan yashamayman deyapti. Voy, nima deyapsan deyapman. Yo'q, ona yashamayman bu qiz bilan deyapti. Shuni o'rtasida endi ona bola tortishib ketdi. Oxiridan keyin tortishimiz ham bo'lmay anaqa qilganimdagi ichki majbur bo'ldi o'g'lim. Ona mana ko'ring dedi oxiri. Mana ko'ring dedi. Hali telefonni ochib o'qiyapmanki, endi ko'rayda turmaydigan narsalar. U narsadan keyin o'sha yashash hojati ham yo'q-da u ayol bilan. Endi u keliningiz erga tegib ketdimi? Ishonasizmi? Oradan bir 5 oy, 6 oy vaqt o'tdi-yu o'tmadi. O'tiribmiz, eshik taqillayapti. O'g'lim bundoq eshikni qaradi. Ishonasizmi, shu narsani bo'lganda men aytganman-da, qaysi sho'ring qurgur olarkin bularni degan narsa bo'ldi-da meni ko'nglimdan. O'tdi shu narsa. Ishonasizmi, o'sha eshik taqillagandagi o'g'lim qaradi-da, ona bitta xotin turibdi, o'zingiz qarang dedi. Eshikni ochsam, yosh ayol turibdilar eshikni taqillatib. Meni so'radilar, kelinimni otini aytyaptilar. Xush kelibsiz, keling dedim. Tinchlikmi desam, uyga kirib gaplashsangiz bo'ladimi dedilar. Endi o'g'lim uydaligiga, mayli kiring dedim. Begona men tanimayman. Mayli keling, kiring dedim, o'zbekchilik dedim, uyga olib kirdim. Qarasam, orqalaridan bitta erkak bilan bitta yigit kirib kelyapti. Hayron bo'ldim. Hayron bo'lmang deyaptilar, yig'layaptilar hali ayol. Menga qarab yig'layaptilar. Biz ona bola hayron biz. Shuni uyga olib kirganimizdan keyin, o'tirganimizdan keyin hali ayol gap boshladilar. Xullas kalom, bu bizani kelinimizni adalarini, o'sha erkak qudamizni
o'rtoqlari bu mani uyimga kelib turgan odam. Ayolim bilan o'g'lim bilan kirib turgan odam o'rtoqlari. Erkak qudamizni o'rtoqlari kirib kelyapti. Uyimizni qayerdan topganlar? Moliyalarga narsa olib kelganlar bizani uyimizga. Og'aynilarga endi erkak qudamiz iltimos qilganlar, narsa olib kelganlar-da, o'sha bilan bizani uyimizni topib kelganlar. Xullas kelam bu ikkita o'rtoq kelishilgan. Bu odamning o'g'illari ham bitta bolasi bilan ajrashgan bo'lganlar. Bu bizani qudamizni bizdan ketgan kelinimizni ham ajrashgan bo'lganlar. Ikkita yotdini bitta qilmoqchi bo'lishgan. Xullas kelam keluvligi quda bo'lishgan. Qiz bola qilib olganlar u odam, bu qizni. Bizani uyimizda internet bor, telefon mumkin, televizor mumkin, ko'chaga chiqish mumkin, ishlash mumkin. Hamma narsa mumkin bizani uyimizda. U xonadonda bundan teskarisi bo'lgan. Faqat islomiy ilm, kitob, ish yo'q, izmida bo'ladigan xonadon bo'lgan o'tdi. Kelinimiz 2 oy yashaganlar, qochib ketganlar o'tdan. Uni qochib ketganini qayerdan bilishgan? Uyligida kamera bo'lgan ekan, kamerada o'sha narsalarni olib chiqib ketayotganlar ko'ringan. Eshiklarni qulflardan ochib chiqib. Xullas kelam mayli, bu narsalar muhim emas-ku, lekin o'sha ayol bizanikiga qidirib kelganlar, chunki hali bizani o'zbeklarda hali nimadir boylik degan gap bor-ku. Boylab qolgan bo'lsa, balkim o'sha ko'z ochib ko'rganining oldiga ketgan degan maqsadda bizanikiga qidirib kelganlar kelinni. Kelin yo'q, hech qayerda yo'q. Hech qayerda yo'q. Lekin men savol berdim hali ayolga. Bizani dedim, mana shu narsani dedim oldin avvalo uni qizni olmasdan oldin kelishinglar kerak edim. Endi olib yo'qolib qolgandan keyin so'rab kelibsizlar dedim. Bizani haqimizda nima deganlar dedim. Mamnaqa. Iya dedim. Men dedim sizlarni chaqirmadim dedim. Mana uyim, mana joyim dedim. Mana o'g'lim, mana men dedim. Inson dedim, uyi, o'zini surati qanaqaligini gapiradi dedim. Mana dedim, ko'rib turibsiz dedim. Biz siz o'sha qudalarimiz aytgan sifatga loyiq insonlarga o'xshaymizmi dedim. Endi yig'layapti, hech nima deyolmayaptilar hali ayol. Nima aytdim, bu kelinimizning haqlarida dedim, men yomon gap gapirmayman dedim, g'iybatlarni qilmayman dedim. Mana zaksga berilgan bizani hali anaqamiz dedim. O'sha hali keltirib berishimiz kerak sababini. O'sha sababimiz dedim, mana ajrim Xullas sababi bundan dedim. keyin nima bo'ldi? Berdim, hali inson, hali erkak kishi telefonda ovozlarni eshitdilar, gaplashilgan, o'sha yozilgan zaksga berilgan, ajrimga berilgan anaqalarni ko'rdilar-da. O'shanasi mazalari qochib qoldi hali odamni. Endi bizanikidan ketdilar. Ma'lum edi, shu ketishayotganligida qaytadan qiz bilan o'g'illarning hayotini boylamasliklari. Keyin oradan yana bir 7 oymi, 8 oymi o'tdimi? O'tmadi. Instagramda anaqalarni qo'ygan ekanlar kelinimiz. 3-marta turmushga chiqibdilar. Mayli, baxtli bo'lishga haqlari bor. Qizimiz yomon emas edilar. Bu taqdir azal, Nilufarxon. Bizning taqdirimizga shunaqa yozilgan bo'lgan. Kelinni ayblamayman, yoshlik qildilar. Endi Ahmar opa Yoshliklar shunaqa ahvoli. deysiz-u. Bolam chaqam uyim deb ne kunlarni ko'rmadik. Kamlik ko'rmay yashang deb javohirim beryapman. Har taxtga yarashgundek sultonimni beryapman deb o'g'il boqib baxtli bo'lsin deb kelin oladi har bir qaynona qaynota. Lekin bunaqangi qizlar yana ne xonadonlarni kirib vayron qilib yurishiga jamoat, mahalla qarab turadi. Nima uchun? Chunki qarang, o'zi g'iybat gunoh. Lekin bir o'rinda g'iybat bu g'iybat hisoblanmaydi. Hattoki uni to'g'risini aytmaganingiz uchun gunohkor bo'lasiz. Qachonki agar sizdan qo'shningizni yoki sizga tanish bo'lgan qizni yoki yigitni so'rab kelishdi. Men ko'zi qorachig'imdek asragan qizim bor. Mana shu yigitdan sovchi bo'ldi. Mana shu yigitni siz nima deb ta'riflay olasiz deganda, agar siz yo boshqasidan so'ray qoling deb o'shalarga yomon ko'rinmaslik uchun yolg'on gapirib ketsangiz ham siz gunohkor bo'lasiz. Yoki andisha qilib, "Ha, yaxshi" desangiz ham, agar u narkoman bo'lsa, agar u o'g'ri bo'lsa, agar u bir kuydirgi bola bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta gunohni yelkangizga olgan bo'lasiz-da. Chunki hamma qiz o'stirayotgan ota-ona, hamma o'g'il o'stirayotgan ota-ona yaxshi niyat, men aytaman, hazillashib, hatto yalmog'iz kampir o'lmas kasha o'g'liga ham 2 yamlab 1 yutaman deb kelin olib bermaydi-da.
to'g'ri. Shu bolamni boshi ikkita bo'lsin, ko'zlarimni quvontirib baxtli bo'lib yurishsin. Nabiralarim bo'lsa, man tizzamga o'tkazib, yayrab, o'ynatib boqib yuray, ko'zlarim quvonsin deydi, kelin qiladi. Lekin bunaqangi qizlar qayerdan kelyapti? Qanday oiladan chiqib qolyapti bunaqa qizlar? Nima uchun yana qayta odamlar aldanib, bir marta odam bitta uyani kuydirib chiqqandan keyin ikkinchi inga kirib boryapti, uchinchi inga kirib boryapti. Keling endi siz ochgan suvchilik guruhini bir tahlil qilaylik. Hozirgi zamonda mana shu suvchilikka, ya'ni onlayn qiz topib berish, yigit topib berishga odamlarning muhtojligi qay darajada? Nilufarxon, boya aytganimizdek, siz mana suvchi gruppani yaralishini so'radingiz. Men shu o'g'limni taqdiri shunaqa bo'lganidan keyin ishonasizmi, bu bolani o'ziga keltirishim oson bo'lmadi. Albatta, bu xiyonat erkakni Oson o'ldirib bo'lmadi. ketadi. Oson bo'lmadi. O'g'limni o'ziga keltirishim ancha yurdi. Birinchi men borgan xonadonim qiz bolaga bordim, albatta. Qiz bolaga borganimda hali xonadonda endi buvi bor ekanlar. Buvini oldilariga kirib so'rashib, gaplashib, men aytdim, "Mana shunaqa dedim, endi ancha o'zimni tushuntirgandek men aytdim. Faqat dedim, o'g'lim mana shunaqa bo'lgan deb umidvor bo'lib anaqa qolmanda. Ishonasizmi, hali o'tirgan ona faqat meni ushlari qoldi. Faqat to'g'ri ushlari qoldi. Shunaqa haydadilarki, ishonasizmi, o'sha yerdan chiqib kelganimdan keyin hech kim mazam bo'lmay yotdim uyda. Aybsiz aybdorsiz. Aybsiz aybdorman. Juda qattiq tushkunlikka tushyapmiz ona bola. Ama ona bo'lish oson emas, mana bilasiz. Ayniqsa yolg'iz Ha. bitta qilish oson emas. Men unga o'zimcha motivatsiya beraman, ha qilaman deb, o'g'il bola uyda o'tirmaydi, ko'chaga chiqib ketadi. Dod deyman. Sohalar nima O'zimga. o'g'lingizni? Programmist. Qarang, guldek hunarlari bor ekan. Programmist, herimcha. De dod deyman, yig'layman. Xullas kalam, u yoqqa yuryapman, bu yoqqa yuryapman. Topolmayman. Keyin menga bir haligi tanishim suvchi kanal bor ekan. Mana shu yerda kirib boqing dedilar. De shu bilan hali kanaliga kirsam, ko'proq endi haligi oblastliklar anaqa ekan. De endi baribir endi o'zimizga mosini qidiryapman. Lekin bundoq o'yladim, tahlil qildim, aytdim. Turmushi bo'lmagan haligi yigitga qiz bolani berishi tabiiy. Men u onalarni ham o'rniga o'zim qo'yib ko'raman. De chunki bizani o'zbekchilikda gap bor-da, va men shundoq guldek qilib, haligi tarbiya qilib katta qilganimdan keyin xotin qo'yganga beramanmi degan qarash bor-da bizda. De men aytdim, "Yo'q" dedim. "To'xta" dedim. O'ziga mosini qarab boqqan dedim. De hali gruppalarda yuryapman, kiryapman, yig'layman, tushkunlikdaman. Уже bola turmush ko'rdi. Gormonlar o'zgarishi bor, boshqa bor. Oson bo'lmayapti. Xullas kalam, keyin bitta o'rtog'im aytdilarki, "Humaroxon" dedi, "Keling bitta men gruppa ochmoqchiman" dedi. Mana shu gruppaga havosim keldi. O'z-o'zi uchun bitta ochib boqiy dedi. "Men ham alibab qiz qidiryapman" dedilar. De shunda hali gruppani ochdilar dugonam. De bir 10 ta bo'ldi, 15 ta bo'ldi, 100 taga chiqdi. Mana shunaqa qiziqish bo'lyapti-da, odamlar kiryapti-da. Suvchilik rivojlanyapti. Nomer beringlar. Qayerda mana bunaqa qiz bor ekanmi, yoshi undami, bo'yi 5 yildan beri undami? qiz qidirayotganlar ham bor ekan-da. Meni o'zim 5,5 yil bo'ldi. Qoyili. Shu o'g'limni turmushi bo'lmaganiga 5,5 yil, mana 60 yilga 5,5 yildan beri ham o'zingiz topolmadingizmi? hali etiksiz etik deydimi, nima o'rislar aytadi-yu, Ha. sapojnik без сапог. Shunaqa. Xullas kalam, hali o'rtog'im bilan gruppani yurg'izdi. Odamlar ko'paydi. Qarasiz, talab, istek, уже karantindan keyin Odamlarni ham ha, nimasi, muhtojligi shunchalik bor dardi ekanda. ko'payib ketdi onalarni. Ayollarni qiz qidirayotgan ayollarni dardi ko'payib ketyapti. Suhbat bo'lyapti uning o'rtasida. Hali anaqa ovozlilarda gaplashishadi-da, endi gruppa ochilgan, suvchilik gruppasi deb ochganmiz. Ovozlikda gaplashishadi. Aslida menda qiziqish bo'lyapti, chunki ko'proq men anaqa qilishim kerak. O'zingizga kerak birinchi Ha, o'rinda. hamma endi kerak narsani qidiradi-ku. Ha. De shu bilan keyin o'tiribmiz. Xullas kalam, mana shunaqa 1000 taga chiqdi, 2000 taga chiqdi. Nomerni bir-biriga berishyapti. Biz ham o'sha paytda ochganimizda, "Qizlar, mana nomer keldi. Misol uchun mana Chorslar ekan yoki mana Yunusobodlar ekan. Mana palon nomer." Endi u qizni onalari o'zlari yozadimi yo bir ilinganlar, opa-singillar yozadimi? Qarang, E'lonlarda. bizda nima bo'ladi bu e'londa? Mana misol uchun men sizga bordim hozir suvchilikka. Qizingiz borlar, suvchilikka bordim. Taqdir bo'lmadi.
taqdir bo'lmadi-da. Endi siz mani ko'rdim, nomeringizni bildim, qizingizni ko'rdim. Kelamanda Telegram kanaliga, sovchi kanaliga kiramanda, misol uchun Mana shu yerda o'zim yaxshi qiz bor ha, ekan deb o'zimga o'zim murojaat yozaverasiz. qilyolmaydi. Humayraxon, men bugun bitta joyga sovchilikka boruvdim. Mana shu bitta qiz bor ekan, bizga taqdir bo'lmadi. Mana kimgadir taqdir bo'lib qolar deyishadi, berishadi. Uni men misol uchun oldimmi, o'zimga taqdir bo'ladi deb men olaman-da, u o'rtog'imga beraman. O'rtog'im ammasiga beradi, ammasi oladi, o'rtog'iga beradi. Mana shunaqa nomerlar aylanib ketib qoladi-da. Mana shunaqa qo'lma-qo'l bo'lib ketib qoladi. Keyinchi yana bitta narsada, ba'zi xonadonlarda navbat bo'lib ketar ekan, o'chirt. Mana shu O'chirt narsa juda ham yomon. kirishga bitta bu haqiqatdan ham shu darajada bu bebaho qizmi? Haligi kumush bibiga o'xshagan, haqiqatdan ham oy desa oy, ertaklarda aytiladi-yu, shu darajada pari paykarmi yoki hunari ko'pmi yoki nima uchun bu darajada navbat bilan kirishadigan qilib qo'yishadi. 3 oylab turishar ekan. Shunaqa qizlarimiz bormi bizda? Bor. Xullas kelam bu ishga men o'zim kirishib ketib qoldim. Odamlarimiz ko'payib ketib qolishdi sekin-sekin. Deyish bilan keyin chat paydo bo'ldi. Oldin Telegram kanalida yo'q edi, chat paydo bo'ldi. Chatni ochishni boshladi u. Keyin men o'zim qiziqib ketib qoldim-da, o'zimga o'zimni ismim bilan boshqa guruh ochib oldim. Mana hozir alhamdulillah, Xudoga shukr, 11 mingtadan oshiq anaqalarimiz bor, ishtirokchilarimiz bor guruhimizda. Ular uzoq bo'lsin. Hammasi o'g'il uylantiradiganlar. O'g'il uylantiradiganlar. Hammasi. Lekin ichimizda qiz uzatadiganlar ham bisyor. Juda ko'p, lekin qiz uzatadiganlar gapirishmaydi. Aslida. Baribir Faqat yigit mentalitetga tomon. tortadi. Ko'pincha mana shu yigit tomonlar anaqa qilishadi. Mana o'sha hali aytganimdek yozib tashlashadi. Mana men palon joyga boruvdim, taqdir bo'lmadi yoki qo'shnim yoki qudam yoki kimimdir deb nomerlar Savobga yozib qo'yishadi. savobga berishadi. Bu narsani mana ko'pincha aytishadi, pullimi deb. Yo'q, bizning guruhimiz pulli emas. Bu sovchi kanali biz o'sha dugonam bilan savob umidida, insonlarga yaxshilik qilish umidida ochdi. Chunki hozir o'sha karantindan keyin o'sha sovchilik og'ir bo'lib ketdi, qiyin bo'lib ketdi. Hamma telefon orqali bo'ladigan bo'lib ketdi. Oldin mahallalarni qidirilardi, mahallaga kirilardi, qo'ni-qo'shnilar aytilardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Yo'q, biz aralashmaymiz, bilmaymiz. Yo'q deyishadi. Mahallaga borib so'rasang, yo'q, biz ma'lumot bermaymiz deyishadi. O'shaning uchun bu narsa rivojlanib ketdiki, o'sha mana shu telefon qilib turib, telefonni ma'lumotni olib turib boriladigan bo'lindi. Chunki biz mana mashriq mashalada ham shu qiz qidirganlar qaynonalar yozda qator o'tirishadi. Alohida tashqarida joy qilganmizki, hech qachon darsga kirgizmaymiz. Xayol bo'linadi, dars sifatiga ta'sir qiladi, lekin umid qilib kelishadi-da. Hazil qilib aytamiz. Qarmoqni tayyor qilib turing, shu o'ziga yoqadigan bo'lsa, shuni qarmoq tashlaysiz-da, telefonini olasiz, o'tkazib qo'yamiz. Men lekin o'zimni o'sha guruhimdagilarga aytaman, mana shu ko'proq bu yerda anaqa qilishadi. Aytishadi-yu, mashriq mashalida kavishing yirtilishga arziydigan qizlar chiqadi deb. Mashriq mashqaliga borganinglardan ular ham mas'uliyatni olishmaydi. Sizlar ko'chada poylanglar qizlarni. Ko'chada tursanglar, o'sha kitob do'konlarining oldidan mana shu Ko'kaldosh madrasasi tomonga qarab ketadigan qizlar juda ham ko'p. Qizlar anaqa qilasiz, lekin ko'proq yosh qizlar o'tdi. Haqiqatan yosh qizlar-da sizlarga keladiganlar. Yosh qizlar, o'shani ham hisobini olinglar deyman. Xullas kelam bizning guruhimiz mana shu o'sha pulsiz, tekin savobga ochilganligi uchun odamimiz ko'payib ketib qoldi. Shundan hali dugonam to'ylarni qilib oldilar, qutuldilar-da, o'sha telefon nima deydi, Telegram kanalida sovchi kanali qiziqib qolgan ularga. Hamma yuk menga qolib ketib qoldi keyin. Endi meni o'zimga kerak bo'lganligi uchun u kanalni o'zim bosh bo'lib, o'zim yurg'izishga harakat qildim. Shu bilan mana sekin-sekin odamlarimiz ko'payishdi. Endi o'tda men endi ish yuritganim uchun pastni ko'raman, balandni ko'raman, oqini ko'raman, ko'kini ko'raman. Hali aytgan savolingizga mana ko'pchilik mana borishganligidan keyin onalar, ayniqsa o'g'il uylantiradiganlar juda ham qiynalishyapti. Oxirgi payt hali siz aytganingizdek eshik tagida o'chirtlar bilan kutishyapti. Keldi ketdini ko'paytirib qo'yishyapti. To'g'ri, ularni ham tushunsa bo'ladi. Ishlaydigan onalar bor, o'qiydigan qizlar bor, vaqt degan narsa bor ularda ham. Bu vaqt bo'lganidan Niluffarxon bilasizmi? Ketma-ket o'chirt bilan kutgandachi insonnichi fikri tarqalib qoladi.
qaror bera olmaydi. To'g'ri. Magazinga borsa ham narsani Qarorsiz ko'pligini bo'ladi. ko'rsa, Ha, tanlay olmasdan chiqib ha, ketadi-ku. ha. Misol uchun o'zimiz bozorga borib ro'mol olamiz, siz ko'pligidan tanlay Ha, olmaymiz. ha. Olmasdan ham chiqib ketadigan To'g'ri. joyimiz bo'ladi. Marketingda ham shuni o'qitishar Ha, ekanda. Mana hamma narsani tiqib tashlama. Oladigan odam ikkilanib, unisi yaxshimikin, bunisi yaxshimikin deb axiyri olmay chiqib ketadi. mana shu onalar borishganligida o'sha nima deydi, navbat bilan kutishadigan joylar bor-da. Bir tomonda hali aytganimizdek vaqt, lekin bir tomonda u inson qarorsiz bo'lib qoladi. Bizani haligi nima deydi, dinimizda oldin bittasiga javob savol qilganda, keyin uni anaqasini javobini berib turib, Qattiq qaralgan ha, suvchilik ha, nimasiga. buyog'idagiga javob bergin deyilgan. Hozir shunaqa joylar bo'lyaptiki, Niluffarxon, sovg'ani olingan, o'sha belgilanilgan, oqlov berilgan, lekin hali ham sovchi kutayotgan xonadonlar bor. Bundan ham yaxshi kelib qoladi deydigan joylar bor. Chunki bu bizani o'zimizni mana shu gruppamizda kelib chiqqan onalardan, bu men o'zimdan anaqa qilmayman. Menga endi o'sha yerda boshliq bo'lganligim uchun aytaman 11 mingta odam bor. Endi qarang-da Humayra opa. Mana shunaqa oiladan chiqqan qizni kelin qilish qay darajada to'g'ri? Ona, otada qaror yo'q. Bitta odamni ishontirib, fotihasini qilib, oqlig'ini olib qo'ygandan keyin bundan ham yaxshirog'i chiqar deyish, bu qizni bu turmushga chiqqandan keyin ham turmushdan qoniqmaslik. Bunaqa juda ham ko'p. Bizning praktikamizda juda ham ko'p bunaqa. Juda ham qo'rqinchli bu informatsiya Keyin nega lekin. bilasizmi, bizani bu shu darajada qiyin bo'lib ketganki, hozir qiz topish. Onalar juda ham qiynalishyapti. Haqiqatan men faqat o'g'il tomon bo'lib gapirmayman, hali qiz tomon to'g'risida ham gapirishim mumkin, xudo xolasa. Xo'p, nima uchun Humayra opa? Qarang, mana Qizlar yaxshi qizlar topish qiyin bo'lib. Lekin qiz yo'q degani emaski, qizlar juda ham ko'p. to'la qiz. Qizlar juda ham Lekin kelin qilaman deb uyingizga ravo ko'radigani yo'q. Nima uchun? Yo'q, hammasi emas, ommatan emas. Masalan, ko'p. Yaxshilar bor. meni sharoitim, men xohlagan qiz boshqa, siz xohlagan qiz boshqa. Hamma tomondan nuqtai nazardan qarab aytyapman-da bu narsani. Qarang, yaxshi qizlarni-chi eshigidan boshini chiqara olmaydi. Eshigidan boshini chiqarsa uxlab ketib qolishadi yaxshi qizlarni. Bunaqa joylar juda ham ko'p. Ularni egasi eshikni tegib poylab o'tiradi olib ketish uchun. Lekin ko'pincha mana bunaqa aytayotganlaringiz-chi, bu muhitga bog'liq. Yana bir marta aytaman, muhit oilaviy o'sha tarbiyaga bog'liq. Lekin hozir bizani oldingi onalar yo'q. Hozirgi onalar biza hozir bilasizmi Niluffarxon? Hoy-havas qullar bo'lib qolgan biza. Xuddi shunaqa. Hoy-havas qulimiz. U oila degan tushuncha oxirgi planda bo'lib qolgan. Mana hozir menga endi mana murojaat qilishadi, berishadi-yu, mana nomer berishadi, o'sha chatlar ochiladi, mana kechqurun chatlarni ochib beraman. Hamma onalar kirishadi, bir-birlik bilan nomer alishishadi, borgan joylarini aytishadi, oldi-berdi qilishadi. O'shalarda eshitib o'tiraman. Keyin menga hali nimamda, lichkamda yozishadi, yig'lab gapiradiganlar bor, o'sha kasal bo'lib qolganlar bor. Bolalarini taqdirini ustida. Yigitlarni ham, qizlarni ham yoshi o'tib qolyapti. Hali aytgandek hoy-havas quli bo'lib qolgan biz. Birinchi o'chirda hozir o'sha orzu-havas, bola uy-joy qilishi, yaxshi mashinasi bo'lishi, yaxshi meri-meri qilib berishi, to'yib qanaqa restoranda qilishi, qizni qo'ynini olishi, qizni qo'yniga qarashi birinchi o'ringa chiqqan. Qarang-da Humayra opa, uylanadigan yigit 18 yoshdan ruxsat berilganda uylanishga. 18. Nari borsa 25 yosh. U institut o'qiyotgan bo'lsa, bir 23 yoshida institut bitirsa yoki bir tashkilotga ishchi bo'lib kirgan bo'lsa ham, bu qo'lida pul o'ynayapti degani emas u. Qanaqa qilib 25 yoshli yigitdan yoki 20 yoshli yigitdan bular og'zini to'ldirib shartlar aytishadi. Mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa Shartlar bo'lsa, mana juda ham bunaqa ko'p. bo'lsin. Mana bugun ertalab bir ona yig'lab xafa bo'lyaptilar, kechqurun suvchilikka borgan ekanlar. Ota suhbatga chaqirgan yigitni. Yigit 27 yoshda edilar shekilli, yanglishmasam, 27 yoshli yigitga hali qiz uzatadigan ota shu yoshgacha hech nima qilib qo'ymadingizmi? Mashinalarni o'zgartirish harakatini qilmadingizmi? Unda uchastkalarga harakat qilmadingizmi? degan gapni gapirganlar-da. Ona hayron bo'lyaptilar-da. Yosh yigitdan bu ota nimani talab qilyaptilar, nimani so'rayaptilar deyaptilar. Meni ham o'sha unaqa paytda aytadigan gapim bor-da. Shu yigitni yoshida o'zingiz nima qilgansiz? Shuni aytmoqchi edim-da. Men aytaman shu narsani. Ha. Ayollarga, onalarga aytaman. Shunaqa savol berganlarga aytinglar. Sizni o'zingiz shu o'g'limizning yoshlarida nima qilgansiz? U paytda mana hali bizani qiz uzatadigan otalarimizni
ipidan niynasigacha qilishgan. Ipidan niynasigacha uy to'ldirib, qiz uzatadigan odamni mebelidan tortib, sarpa-sarg'aygacha hammasini qilishgan. To'g'ri, oldin Hozir u aksincha narsa bo'lgan. yo'q. U narsa yo'q hozir. Qaranglar, bizni qo'shnimiz borlar. Shunaqa yaxshi qiz. Mahallamizda judayam yaxshi qiz. Kecha boshqa qo'shnilardan so'rab qoldim, to'y bo'lmadimi desam, yo'q, rosa ko'p tanlashdi-da, rosa ko'p uni undoq, buni bundoq deyishdi. Lekin jabr chekayotgan qizda va bu narsani men Saudiyada bir yaxshi qabilani uyiga borganman. Biz biznes yuzasidan uchrashganmiz. Ko'rsangiz, uylar judayam qasr. Mana shunda poshnali tuflida yuribdi qiz. 30 nechilarga kirgan, 40 ga yaqinlashgan qiz bola. Keyin kirib o'tirdik, gaplashdik. Chiroyiga tomosha qilib o'tirasiz. Senim aytdi, nega sen turmushga chiqmagansan desa, mana ota-onamni xoya-havasi sababli. Men xohlamayman turmushga chiqishni. Men baxtli bo'lishni xohlamasmidim. To'yib ketganda shunday gapiryapti. Mani ota-onam ularga mos qabila bo'lmasa, hech qachon uzatishmas ekan. Men shunda o'tib ketsam, o'tib ketar ekanmanki, lekin meni uzatishmas ekan. deb ichida alam bilan gapiryapti. Bo'ldi, men ular o'yinchog'iman, necha yil yashashim kerak bo'lsa, chiqmasa shundoq ham o'tar ekanman-da deyapti-da. Haqiqatdan ham bizda ham shu darajada xoya-havas, bir Allohga tavakkul Ko'p, degan narsa yo'qmi? ko'p, juda ham ko'p. Xuddi siz aytganingizdek voqeali insonlar bor, onalarni o'zligi anaqa qilishadi, yozishadi. Mana o'zim anaqamga telefon qilishadi. O'qigan dedim, boy bo'lsin dedim, uchastkasi bo'lsin dedim, u dedim, bu dedim deb qizimni yoshini o'tkazib qo'ydim. Iltimos yordam bering. Qizim 38 ga chiqdi, 40 ga chiqdi. Yaqinda mana bir ona yozdilar, 43 ga chiqqan qizlari. Hali turmush qurmagan. Xuddi hali aytgandek o'qigan qilib bahona topib o'tirishganda, bu yerda nima turibdi bilasizmi? Kibr. Kibr. Yosh bo'lganlar ona ham, lekin hozir bilasizmi, ko'p qizlar hali pul topyapti, karyera qilishyapti. Eng xavfli narsa ham shu bo'lib qoldi. Men biladigan juda ko'p yaxshi qizlar bor. Mana shu pul topishga qiziqib ketganda, turmushi surilib qolgan. O, baraka topgur. Yo'q-da, Nilufar opa, kimga tegaman deydi. Hozir bilasizmi, mana shu onalar bu qizlarni, yosh qizlarni-chi ozgina yo'lga solsa bo'ladi, tushuntirsa bo'ladi. Bolam, seni yoshing o'tyapti. Erkak kishi necha yoshda bo'lsa ham bolali bo'lib keta oladi. Lekin hozir mana bu nima deydi, yeyish ichishlarda, ekologiyada mana qanaqa bo'lgandan keyin ertaga sen tug'ishing qiyin. Seni ertang avloding davom etishi kerak, farzandli bo'lishing kerak, ona degan baxtga muyassar bo'lishing kerak. Sen shuni o'ylagan, xoya-havas oxirida turishi kerak degan narsani aytishmayapti, chunki o'zligi xoya-havas ustida turishi qizlardan ko'ra onalarni o'ziga kerak bu xoya-havas. Shunaqa bo'lyapti. Xoya-havasga berilishyapti-da, qizlar pul topyapti, o'zini o'zi eplayapti. Ba'zi bir qizlar borki, onasini tagiga mashina ham olib berayotgan qizlar bor. Umra hajliga olib borayotganlar bor. Qo'sha-qo'sha kiyim, haligi sanatoriya, yeb, ichish, o'yin, kulgini hammasini o'g'ildan zo'r qilib qo'yayotgan qizlar bor-da. Ular qiz qaysi ona qo'yib yuborgisi keladi? Mana shu qizimni topar tutari ketib qoladi degan narsa bu haqiqatdan ham ahamiyatga ega bo'lib qolyapti. Lekin bilasizmi, mana hozir juda ham urfga kirgan. Mana hozir bizning yigitlarimiz, hamma yigitlarimiz pul topish, chunki zamonimiz endi hozir pul dunyo bo'lib qolgan, pul topish anaqasida. Chunki to'y qilish kerak hozir yigitlarimiz, uy-joyini qilish kerak, mebelini qilish kerak, o'sha gilam pardasini qilish kerak. Hamma narsa bizning o'zbekchiligiga mos qilib turib, hamma narsani taqib turib, chiroyli anaqa qilgan to'ylarni qilish kerak. Uning uchun bolalar nima qilish kerak? Faqat ishlash kerak, pul topish kerak. O'qishga vaqti yo'q. O'qiydiganlar bor. Otasi yordam bersa, o'sha oilani bir uchini tortadigan, bir yordamchi, bir bosh bo'ladigan ota bo'lib tursa, bola bemalol o'zini topgani bilan o'zi o'qib, oyoqqa tura oladi. Lekin ko'pincha erkak kishi o'zini ushlab katta bo'lgandan keyin pul topishga o'tadi, ota-onamning yoniga kiray deydi. Yigitlarimiz o'qishga vaqti yo'qmi? Oldingi paytda eslasangiz, nima qizlarni o'qitamiz desa, yo'q, o'qimaysan, seni o'sha o'qitadigan pulga men mebel anaqa qilib seni erga beraman degan gap bo'lardi. Hozir teskarisi bo'lib qolgan. Hozir qizlar hech nima qilinmayapti-yu, tayyorga ketishayotganligi uchun hozir faqat qizlar o'qishyapti.
Mana hozir mana shu bizani gruppamizda gapiriladigan oruvli joyi "Alo" degan joyingda "O'g'ling o'qidimi?" degan gap. Hech kim aytmaydi "O'g'lingni iymoni bormi? Insofi bormi? Halol topyaptimi? Halolmi bolang? To'g'ri yuribdimi? Bolamni ko'zini yoshi oqmaydimi? Bolamga zug'um qilib qo'ymaydimi? Mani bu qizim o'sha yerda baxtli bo'lib ketadimi o'g'ling bilan?" degan savol yo'qda, "Yo'q, o'qimagan bo'lsa o'qimaganga bermaymiz. Mani qizim o'qigan." "Qayerda o'qiydilar qizingiz?" "Ha, falon joyda o'qiydi." Bu yerdan kim bo'lib chiqadilar? Bu yerda sukut. Chunki onalar bilishmaydi qizi qayerda o'qishayotgan. Pul to'lashyapti, lekin kim bo'lib chiqishini bilishmaydi ko'pligi. Bir esimda bor. Sinimga suv kelishganda dadam kelib mendan so'rovdilar-da. Katta qiz bo'lganim uchun oilada, "Qizim, nima deb o'ylaysan? Qiz siningga shu joydan suv kelyapti." Suvchilar o'tiribdi naryoqda. Erkaklar kelishgan. Bu yoqqa kirib so'rayaptilar-da. "Men bilmayman dada, lekin bitta narsani bilaman. Xudodan qo'rqadigan inson. Xudodan qo'rqadigan inson hamma joyda qo'rqadi. Men shunisini bilaman. Xudodan qo'rqadigan odamga ishonsangiz bo'ladi" degan gapimni haligacha isboti bor-da. Mana. O'sha haloldan topyaptimi? Nimaga halolga ishlatyaptimi? O'sha narsani so'rovi kam bo'lgandan keyin biz endi kelajakda nima kutamiz? Bu birinchisi. Yana bitta narsa meni o'ylantiradigan narsa, hozirgi paytda mana kuyov aytdingiz, qaynota chaqirib urfga kirdi. Kuyov bilan bitta gaplashib, bu yaxshi. Ikkita 18-20 yoshli yigit qizi uchrashadi, bo'lib bir-biringga yoqsang to'y. Ha, bu 18 yoshli dunyoqarashi bilan ko'radi. Bu 18 yoshli yo 20 yoshli planetkasi ilmi darajasida tahlil qiladi. Lekin bizda mentalitet deymiz, u deymiz, bu deymiz. Men eng yomon ko'rgan narsam qaynona eng ko'p billa kelin bilan yashaydi. Masalan, o'g'li ertalab ketadi, kechqurun keladi. Va ko'p ajrimlarda qaynona kelin chiqisha olmabdi deydi-da. Va hech qachon qaynona bo'lajak kelinini to'ydan oldin suhbatga chaqirib, "Qizim, keling ikki og'iz gaplashaylik. Ertaga ikkalamiz ona bola bo'lar ekanmiz. Keling bir suhbatlashaylik dildan" deyilgan narsani uyat deb hisoblashadi-da. Ha, ertaga urushib bular bir-biriga qaynonaga chaqchayib ko'zlarini chiqqanda, qo'lini beliga qo'yib chiqqanda o'sha uyatlar qayoqda qoladi? Bu savolingizga bilasizmi nima deyman? Men o'zim mana shu chat paytida, o'sha chat yoquv bo'lgan paytda men ko'pincha kirib gapiraman, xuddi shu narsani gapiraman. Bizani ayollarimiz shu qadar qiynalishyaptiki qiz topishga. Yo'q, rad javobini olish juda ham oson bo'lib qolgan. Topildimi, qayerdadir bitta narsaga bunday ilinishyaptimi, shu darrov shu podarkasini berib, darrov o'shandan nimadir qilish, band qilish payida bo'lishadi-da. Men aytaman, "Yo'q, onajonlar, shoshmanglar. Bir uchrashtiringlar, ikki uchrashtiringlar. Ular beraman, siz olaman deb sinovdan o'tgandan keyin to'xtab turing. Mani o'g'lim bilan xo'jayiningiz gaplashdilar. Ruxsat bo'ldi mana, gaplashdi. Mani o'g'lim xo'jayiningizga yoqdi. O'shani anaqa qilasizlar, nima deydi, qabul qildinglar mana. Gaplashib ko'rdi o'g'lim. Endi mana ham sizni qizingiz bilan gaplashay. Mana ham shu qizingiz bilan ozgina suhbat qilay. O'g'lim ko'chaniki. Men bilan qizingiz yashaylar. Qizingiz bilan bitta suhbat qilay degan narsani so'raylar" demadi. Buni urf qilib kiritish kerak. Mana shuni men har doim aytaman. Lekin ishonasizmi nima deyishadi? Ular uyat bo'ladi. Voy, Ertagachi hayajonlanadi qizim. Yo'q, voy, mana uyat qarang, bo'ladi mana deyishadi. o'shanda qaynona zora shu to'y bahonasida, sarpa qilish bahonasida qizingiz biz bilan bozorga chiqsin yo magazinga chiqsin, kiydirib ko'rib olmasa, "Yo'q, yo'q, yo'q, xohlaganinglar olaveringlar, qizim kiyaveradi." Chunki qizidagi kamchiliklarni ko'rib qolishidan qo'rqadi. Shunaqa. Ko'p onalar. Shunaqa. Ko'p bo'ladi. Mana shu narsani men ko'p aytaman. Onajonlar, shoshmanglar, to'rt berishga, gul berishga shoshmanglar. Qizni o'zi bilan sizlar gaplashinglar. Nimaga sizlarning o'g'linglar bilan ular gaplashadi, sizlar qiz bilan gaplashmaysizlar? Bitta narsa Urf qilinglar shuni deyman. urfga kiritish kerak. Men har doim aytaman shu Ben shu narsani. shoshilganlarga aytaman. U peshonaga yozilgan bo'lsa, u almisoqdan yozib qo'yilgan bo'lsa, bu sizni rizqingiz bo'lsa, kim olib ketadi? Taqdirida mana shu sizni uyingizdan rizqlanish kerak bo'lsa, sizni o'g'lingiz bilan yashash rizq qilingan bo'lsa, hech kim olib keta olmaydi. Shoshib
qolish eng katta xatolarga olib Juda keladida. shoshib qolishadi. Men har doim shu ayollarga aytaman, onajonlar shoshmanglar, gul berishga, to'rt berishga shoshmanglar. Sizlar gaplashinglar, gapini olinglar. U siz bilan man borganimizda oldimizga bitta piyola choynakni ko'tarib kirib bizga assalomu alaykum chiqib ketgandan biz qizni kimligini bilmaymiz. Bilmaydi. Bolalarimizni, yigitlarimizni yosh. Ne Biza maskalar gaplashishimiz, bor. biza gaplashishimiz kerak. Yarim soat, 1 soat maskani ichida tura olaydi. Chunki O'g'illarimiz ham, biz qizlarimiz ham deyman. biz onalar bilamiz o'g'limizni xarakterini. Mm. Bu qiz bilan Mm. hayotida bular kelishib yashab keta oladimi? Mm. Men bitta yaqin qarindoshimga shunaqa maslahat berganman-da. Yaxshi ko'rgan, 5 yil yaxshi ko'rib yurganmiz. Men shunga uylanaman degani baraka topkur. Sen necha yil yashay olasan bu bilan? Buni dunyoqarash umuman boshqa. Seni dunyoqarashing butunlay boshqa. Va men 5 yil ko'z oldimga keltirib qo'yaman. Xo'p, 5 yildan keyin yashamaysanmi? Yo'q, haqiqatdan ham hali yo niyat ketadim, o'sha 5 yilga yetdim. Eng katta muhabbatning kuchi. Bir-biridan shu darajada qattiq ko'ngillari qolib ajrashdiki shu oila. O'rtada begunoh ikkita go'dak, sarson sargardon. Ya'ni aytmoqchimanki, o'ldim, kuydim degan bilan u har doim maskada uchrashadi. Eng yaxshi maskasini bu taqib chiqadi, eng yaxshi maskasini bu taqib chiqadi. O'zi mana shu statistika bo'yicha ham sevishib o'ldim, kuydim deb nikohlangan yoshlardan ko'ra suvchilar orqali topilgan, ya'ni hisob-kitoblarlik bo'ladi. Bu o'qituvchi oilasiga, buni oilasi ham to'g'ri keladi. Bular ham o'qigan, bular ham o'qigan. Yoki bozorchini oilasiga bozorchini oilasi. Bu hech qanday kamsitish yo boshqa ma'noda emas. Faqat tenga. Masalan, Tenga. dunyoqarash degan narsa bor-da. Dunyoqarash tenga. Bu masalan o'qimishli, ziyoli qiz, o'qish yozishib qo'yib bersangiz olima bo'ladigan darajada. Bular faqat hamma narsani pul bilan o'lchaydi, kiyim bilan o'lchaydi yoki qiladigan mehnati bilan o'lchaydi. Buni bu yog'idagi olimaligi bunga umuman ahamiyatga ega emas. O'shaning uchun ham ota-onalarimiz bir xato qilayotgan bo'lsa, yoshlarimiz ikkinchi xato qilyapti va kechagi kun o'zida chiqqan ma'lumotga asoslanib aytaman, yana ajrimlar soni O'zbekistonda juda ham keskin oshib ketibdi. Har 4 dan 3 ta ajrim bizda. Dahshat emasmi bu? O'sha onalarga aytaman deyman, sizlar o'sha qiz bilan gaplashinglar, suhbatlashinglar, chunki sizlar ovozsizlar u qizni. U bitta salom berib chiqib ketib, u o'g'illarimizga tashlab qo'yishimiz noto'g'ri deyman. Chunki qarang, o'g'il degani hali bola. U bo'lib ham ayolni biz onalar baribir o'g'limizga shu qiz mosmi yoki makri bormi, maskasi bormi? U hozir maskada turibdimi? Baribir o'g'illarimizni qaynotalari ko'rgandek, qizlarimizni qaynonalari ham ko'rish kerak. O'sha qaynonalarga men aytaman, ko'ringlar, shoshmanglar, gul berishga, to'rt berishga shoshmanglar. Ko'ringlar, gaplashinglar oldin, suhbatini olinglar. Ko'zinglar yetsa keyin davom ettiringlar. Ko'zinglar yetmasa to'xtanglar. Bu o'yinchoq emas. Bu hozir o'sha arzimagan vaqtinglardan yo shu qiz beradi degan joyga ilinib qolibsizlar. Shoshganinglar juda katta xatoga olib kelib keladi. Qarang-da, Humayra opam, ana hozir aytyapsiz, 4 ta oiladan 3 tasi ajrashib ketishi bu 4 tadan 3 ta ajrim. dahshat-ku. Juda dahshat. Dildor opa degan advokat ayol bilan suhbat qilganimizda bir ta'sirli gap aytuvdilar-da. Sudda ishlaydigan katta yoshli kishi jahllar chiqib ketgan ekan. Uning kelasan ajrashib, buning kelasan erim yomon deb. Hop, ertaga buni yomon degan eriga san tegasan. Bu nolib ketgan sani eringga bu keladi. Bo'ldi. Senlarga yaxshi er ko'chada tayyor turgan yo'q. Hamma noloyiq menga deganlaringga almashishasan erlaringni degan bir tagida achchiq haqiqat turadi-da. Nima sabab? Asosiy ajrimni birinchi sababi nima bizda? Onalar. Qiz uzatadigan onalar. Oldingi davrimizda yigitlarning onasi qizg'anchiq bo'ladigan gap bo'lardi. Hozir qizlarning onasi qizg'anchiq bo'lgan. To'g'ri, ularga ham oson emas. Guldek qizini 19-20 yoshga chiqarib, birovni qo'liga berishadi. Albatta, xavotir bo'ladi. Nima yeyapti, nima ichyapti, nima qilyapti ekan degan xavotir bo'ladi. Lekin dinimiz bo'yicha berdimi egasiga?
Bo'ldi, u mas'ul. Jim o'tir. Sandan chiqdi, bo'ldi. Farzand saniki, lekin bo'ldi, u уже birovni xasmi ketdi, egasi bor uni. Qarang, bitta bir ustozimiz bu yerda ishlaganlar. Judayam bir ta'sirli gaplarni aytganlar. Uylarida katta Antaliyani qurib, qaynona qaynotasini uylarida basseynli yuqori qavatdan qizlari deydilar, hamma biz qudalarni chaqirganlar, biz cho'milib mazza qilyapmiz, yozgi issiq kuni. 2 ko'zim qizimda deydilar. Tepa qavatdan uchastkadan yugurib zinadan tushib pastga tushadi, yana yuqoriga chiqadi. Bizga o'sha stol tuzab, shuncha mehmonlarni kutib olish uchun men o'zi cho'milyapman, mazza qilyapman, lekin ichim yonyapti. Men tashqaridan yayrayapman, lekin ichimdan butun achinish bilan turibman. Qizingizga voy bechara dedingizmi? Nega unaqa deyman? Qizimni qalbiga g'ulg'ula solmagan qilaman. O'lmaysan, nima qilibdi qilsang? Shundoq sharoitlar yaratib bergan. Qaynona qaynotangga qilmasdan kimga qilasan deyman. Qarang, ona qay darajada aqlli bo'lish kerak. Aqlli bo'lish kerak onalar. Bu hammada ham emas. Men aqlsiz hamma demayman, lekin ko'pchilik onalar qizini qizg'anib qo'yishyapti. O'sha ipidan iynasigacha hamma narsani bilishligi kerak. Telefon qilmasa, уже anaqa qilishmaydi, qo'yishmaydi. Nima yeding, nima ichding, nima qildi, nima qo'ydi, hamma narsani bilishligi kerak. Men aytaman, bo'ldi, berdingmi egasiga? Bo'ldi, aralashma. Qizing baxtli bo'lsin o'sha yerda. Oldin ildiz otib olsin, o'zidan ko'payib olsin. Ana keyin nima qo'yib olsan, keyin sirdas. Qizni onalariga aytmoqchimanki, qanaqa tarbiya bermoqchisiz? Qizingiz qirolicha bo'lishini xohlaysizmi? Borgan joyida haqiqiy malikada yashash xohlaysizmi? O'sha malikalik ilmini o'rgatib, ya'ni uning uchun nima qilish kerak? Hozirgi psixologlar o'rgatgandaqa men o'zimni sevaman emas, avval ularni sevganini muhayyo qilib, ularni har bittasini qalbiga yo'l topganingizdan keyin istasa istamasa sizni malika qilib chiqaradi-da. Shu gapingizga bir narsani aytaman. Mana ko'p ajrimlar mana menga anaqa qilishadi, murojaat qilishadi. Shu ajrimda sababini so'rasam, qizim mehr ko'rmadi deyishadi-da. Men aytaman, mehr berilavermaydi. Unda kuchi qolmaydi mehrni. Mehrni qozoniladi, Nilfarxon. Mehrni qozonishing kerak. Sen o'sha yerda o'zingni ko'rsat, o'sha yangi oilaga moslash. Sen chiroyli harakatlaring bilan, chiroyli muomalang bilan, chiroyli kelinlik vazifangni chiroyli qilib qo'ysang, mehr seni cho'miltiradi o'sha xonadon. Hech qaysi ona kelinni kamsitib yoki o'sha aybini, xatolarini yuziga solib yoki nimadir qilib men bolam bilan ajrashtiray demaydi. Etak pul ketkizib, katta to'ylarni qilib, bir haftadan keyin ajrashib ketayotganlar ko'p. To'yga yetib bormasdan ajrashib ketganlar ko'p. Mana yaqinda bitta anaqa bo'ldi. Osh, o'zbekchilik osh haqida anaqa bo'lgan. Sen qilding, men qilmadim, sen qilmading, sen anta qilding, men anta qilmading bo'lganda, to'y kunidan bir kun oldin to'y to'xtatilyapti mana. Ikkita yosh hayron. Kattalarning kibrini orqasidan ikkita yosh hayron. O'sha zakslardan o'tib bo'lishgan, hamma narsa o'sha ma'lum bo'lgan. Ertaga to'y, lekin to'yga bormasdan o'sha bir kun oldin to'y Biz to'xtatildi. unaqa kelishilmovchilik bo'lib, bir guldek qiz bilan guldek yigit hayoti vayron bo'lgandan ko'ra, bo'lmagani avvaldan ma'lum. Bo'lmagani avvaldan yaxshi-ku, yaxshiroq-da. lekin bilasizmi, ko'pincha biz kattalar sabab bo'lib qolamiz Albatta. bunaqa narsalarga, kibrimizga. Ko'pincha ayollar, biz ayollar hoya havasga berilib qolamiz. Erkaklarimiz bizni nima desa o'shani qilishadi. To'g'ri. Lekin biz ayollar ko'pincha, mana shu guruhimda ko'pincha aytaman, onalar yengillikni qidiringlar, og'irlikni qilmanglar. Erkaklarimiz ko'chaga chiqib pul topishi, bizani butun o'sha haligi hamma injoliklarimizni ko'tarish oson bo'lmayapti bularni. Qarang, Humayra opa, hozir O'zbekistonda 90% erkak nevroz ekan. Nevroz. Mana Erkak o'limi ko'chada, ko'p hozir. ko'chada signal chalgan, bir-biriga baqirgan, yo'l talashgan, arzimagan narsada Arzimagan narsa. ichidagi nafratini chiqarib olmoqchi bo'ladi. Portlab ketay deyapti. Nima qilsin? Uyga quruq qo'l bilan bora olmasa. Qiz uzatish kerak, o'g'il uylash kerak, unisiga uy kerak, bunisiga sarpa kerak, o'qitish kerak. Erkaklarga ham oson emas Erkaklarga hozir. oson bo'lmayapti. Biz ayollar o'tirib olib hamma narsani, hoya-havaslarni ularni bo'yniga yuklab qo'yganmiz. Haligi bir o'zbekning bitta gapi bor-ku, bel ochmaganda non yeyishiga qaradi. Mana shu narsa bizda juda ham ko'p bo'lib ketadi, ayniqsa yosh onalarda. Hoya-havas birinchi o'rinda. U oila, turmush, ertangi kuni
qiziqmayapti. Mana birinchi mana shu to'y haligi hashamni xarajati, harakati, qudam ko'rsin, qo'shni ko'rsin, el-yurt ko'rsin, men mana bunaqa to'y qilishim kerak. Yo'q, u muhim emas. Muhimi to'ydan keyingi ertangi hayotdagi muhim garchilik. Ertangi o'sha oldingda yarim metrli bolachalarni yugurib yurishi ana u baxt. Eng U haqiqiy asosiysi kerakli narsa. eng asosiysi o'sha el yayrasin deb eng zo'r to'yxonada to'y qilsanglar ham, hurmatli bizni aziz kuzatuvchilarimiz, eng sara noz-ne'matlar to'kib qo'ysanglar ham, hammani 100 ga 100 rozi qilib ketqiza olmaysizlar. Yo'q. Baribir nimadandir qilcha bir sabab topib, mana bunisini qilolmabdi-da, eplolmabdi-da, bo'ldi. U boshqa o'zini tashvishlari bilan ketadi. Lekin haqiqatdan ham ertagaligi bu sarf xarajatlardan keyin alambi kelinni olish, kuyovdan olish yoki kuyovga yana vazifalar yuklab qo'yish. Hozir bizni mana shu onalar o'sha gruppamizda o'sha chatlarda gapiramiz-da. Qiz kelib yashayversa bo'ldi degan gap bor bizda. Qiz kelib yashayversin bizga bo'ldi. Hammamizni har tomonlama to'g'rilab qo'yganmiz uy-joyimizni. Mahallalardan kelib tekshirib ketishadi. Tomizni rangigacha injolik qilishadi. Ba'zi bir joylar bor, kelishganligidan keyin uyingda xolodilnikni ham ochib ko'radigan joylar bor-da. Keyin yig'lab nega onalar chatga kirib gapirishadi. Nima qilay deb. Voy, hech nima qilmang, istixora qiling, shoshmang. Potaxingiz ketdimi? Mayli, pulingizga kuymang. Istixora qiling, o'qing. Sizni xolodilnigingizni kelib ochgan odam bilan qudachilik qilsangiz ertaga nima bo'ladi? Butun boshingizga chiqib kelib o'tirib oladi bular. Qiz uzatgan ota-onalar aytadiki, "Men faqat o'g'il tomondan ko'p gapiradi, qaynona bo'lsalar kerak" deb qo'yishadi-da. Yo'q, men ham qiz uzatganman. Alhamdulillah kelinlar olganman. Ikkita har qiz uzatayotgan ona ham, kelin olayotgan qaynona ham, qaynota-ku eng avvalo baxtli bo'lishini xohlashadi. Lekin bilib qo'yaylik, biz qiz uzatyapmizmi? Qizimizni nari bo'lsa 18 yil injiqligini ko'tarib katta qilib berdik. U yog'idagi hali boshida tug'ishlari bormi, toksikozligi bormi, kasal bo'lishi bormi, yayrab yashashi bormi? Bu mana shuni ta'minlayman deb, men ishlayman, mehnat qilaman, ayolimni guldek qilib olib yuraman deb bechora erkaklar mas'uliyat yelkasiga olib, qaynona shu kelinga eng chiroyli uylarini, eng chiroyli sarpalarini, o'zi taqmagan tillolarni olib, Shunaqa. ikki qo'llab kutadi-da. Shunaqa. Aytadiki, "Nimaga meni qizim xizmatkor?" Shu Baraka narsa juda ham ko'p topgir. gapiriladi. O'sha o'zing uchun ham yakka yolg'iz Robinson Crusoe bo'lib yashashdan ham o'zing uchun qozon osasan-ku. Mani qizim xizmatkormi degan gapni gapirishganda men hayron bo'laman-da. O'zi uchun shu uyda yashagandan keyin qiladi-ku, u xizmatkorlik emas, u vazifa. Kelin uyda turib qaynona qilmaydi-ku o'sha ishni. Xo'p, qizlarimiz o'z uyida yashaganda ham, turmushga chiqquncha ham faqat ona qilib bermaydi-ku. U qiz unda nima, vazifasi nima? Vazifani bilasizmi? Mana oila qurayotgandacha, mana shu o'qishini so'rashadi, til bilishini so'rashadi, nimani bilishligini so'rashadi, lekin vazifa degan narsani bilishmaydi. Oiladagi vazifa, ayollik vazifasini qizingiz biladimi? Qo'ligimda tumacha bersa, tumachani qadashni biladimi? Mana til bilgan ekan, baraka toping. Qizingizga mana tillarni o'rgatgan ekansiz. Mana inslarni bitirib olgan ekanlar, yo bakalavr ekanlar, yo magistraturada o'qiyotgan. Lekin tumacha qadashni bilanlarmi? Yoki bunday chiroyli bitta qozon osib chiroyli ovqat qilib bera olinglarmi? Yoki qaynona yoki qaynota yoki eri tilini topa bila olinglarmi? Til o'rganibdilar, lekin qaynota eri ham tili bor. O'zbek tilida ko'nglini ola olasizmi? Tilini topa olinglarmi? O'sha tilni ham o'rgatganmisiz? degan savol kelib chiqadi-da. Bu narsa hozir ko'pinchalik anaqa qilmaydi, muhim emas hisoblanadi. Muhimi o'sha til bilishi qizni, muhimi o'sha institutni bitirgani, lekin oilada u institut, til anaqa qilgani, bilgani u muhim emas. Oila bu boshqa qo'rg'on. Oilada insonni, kelinni, qaynonani, erni o'zini vazifalari bor. Bu yerda men faqat kelinlarning vazifani bilish kerak degan joyim yo'q. Bu yerda erkaklarimizni, o'g'illarimizni, kuyovlarimizni ham o'zini vazifasini biladigani bor, bilmaydigani bor bu narsani. Hozirgi paytda o'g'il katta qilayotgan ota-onalar ham nima uchun o'qitishmaydi bilasizmi? Qizlar mana kelinlikka tayyorlashda baraka topsin ota-onalar, shu qizim baxtli bo'lsin, mayli oxirgi pulimga o'qitsam ham deb attiga bir $100 kursda
Lekin mana shu vaza ham $100 tasavvur qilaylik, sinsa chil-chil bo'ldi. Lekin $100 o'qishga o'qitib, bu bitta o'qishi ichida bir 8 xil yo'nalish bor. Mana shuni o'qitib qo'ysa xotirjam bo'ladi. Lekin yigitlarni o'qitish shart emas. Mana kuyovlikka tayyorlashni ochganmizda. Deydi, nima uchun? Uni aybi ko'rinib qolmaydi-da, birovga borib yashamaydi-ku. Xotirjam. Ko'nsang shu, ko'nmasang katta ko'cha, o'g'limni bo'lish shu, mani pahlavonim deyishda ham mana shu onalarimiz, otalarimiz bozor qilishni o'rgatishmaydi. Oila mas'uliyatini o'rgatishmaydi. Yo bir qo'liga hunar o'rgatib, ertaga bolam man boylab bermagan, mendan keyin qanaqa qilib boqasan bola chaqangni degan fikr, tafakkur bilan uylashmayapti-da. O'shaning uchun qizlarimiz ham aziyat chekayotgan joylar shu yerda bo'lyapti. Juda ham ko'p. Bu yerda faqat bu qiz tomonidan anaqa gapirishimiz joiz emas, yigitlarda ham bor. Ko'pchilik yigitlarning qo'lida hunari yo'q, ish bilishmaydi, ayol nimaligini tushunishmaydi, oila mas'uliyat, yelkasidagi o'zini vazifalarini tushunishmaydi. Juda ham ko'p. Shunasimi? Shunaqa yigitlarga yaxshi oilalarning qizlari tushib qolishadi, ajrimga kelib qolishadi. Chunki u moslik yo'q yerda, moslik bo'lmagan. Ko'pincha mana shunaqa o'sha mas'uliyatsiz erkaklar to'q xonadonlardan bo'lib qolyapti. Ko'proq shunaqalarda bo'lib qolyapti-da. Bir xil ota-onasining boyligiga ishonib qolishadi-da. Shunaqa bo'lib qolyapti-da. O'sha o'rtada aziyat chekayotgan qiz bo'lib bo'ladi. U qizda ayb yo'q. Bu yerda o'sha mas'uliyat bilmagan yigitda. Ota-onaning xatosi. Ota-onaning xatosi. Eng aqlli ota-ona ming boy bo'lsin, ming sharoiti zo'r bo'lsin, ani otalik, onalik mehrini yopib turib, mashaqqatda o'stirishga yoki mashaqqatli ishlarda ishlashga majbur qilish kerak. Ya'ni yo'qchilikni ko'rsin. Yo'q, man ko'rmagan yaxshiliklarni, man binmagan mashinalarni minsin deydi-da. U yoshligidan hamma aytgan gapi muhayyo bo'lavergan yigit xotinni ham naski almashtirgandek almashtiraveradi-da keyin. Mas'uliyatsiz bo'lib qoladi unaqa. Mas'uliyat degan narsa bo'lishi ham mumkin. Juda ham ko'p bunaqa erkaklarimiz ichimizda. Lekin mana men ko'proq ajrimlar bilan aloqador bo'lganligim uchun mana shu telefonlarda qiz tomonidan bo'ladigan mana shu nimalarda so'zlarda men bilamanki, ko'pchilik yigitlarimiz narkotikka berilgan. Ekologiyani mana shu yaxshi emasligini hisobiga ko'pchilik erkaklarimiz jinsiy tomondan bepusht. Mana shunaqalar ham ajrimni kelib chiqyapti. Farzandsizlik bilan yillab yashayotgan anaqalar bor. Ajrimga olib kelingan, chunki befarzandlik ko'p hozir. Endi befarzandlik ilojsiz ajrashmasa bo'lmaydi. Ilojsiz ajrim u. Yoki narkota bilan shug'ullangan ham ilojsiz. Xiyonat ham ilojsiz. Xiyonat ham mana ko'pchilik mana bugun ertalab ham bir onaxon murojaat qilyaptilar. Yigitni anaqasi bor ekan. Tatar sevgilisi bor ekan. Mana qizlari bitta o'g'illari bilan ajrashibdilar. Men aytaman, o'shanda ularga men har doim aytaman, ajrim bu chiqish yo'li emas. Chiqish yo'li emas. Ajrimda ozgina vaqt kerak. Shoshish kerak emas. Nimalar chiqyapti-ku, Humayra opa. Men sevgilisiman. Men ota-onasi yoqtirmagani uchun oldi. Chiq uydan desa, aqlli yo'l ko'rsatishyapti. Boshqalarga ibratda. Endi ba'zi san ko'chadagini olib bermabdimi uydagilari. Demak, erimga mosmassan. Nima uchun men sen uchun erimni, uyimni tashlab ketishim kerak? Men hech qayerga ketmayman degan gaplarni. Bunga ham jasorat kerak. Men har doim aytaman, mana kecha kechqurun ham bir ayol kelinchim bilan gaplashdim. O'g'lim bilan do'kon qurdi. Qiz endi menga xizmat qilyaptilar. Men aytdim, turmushga chiqqanmizmi? Hamma joyga borsa endi gruppamiz ishimiz shunaqa bo'lgani uchun qizlarni qidirib anaqa qilamiz-da. Kimgadir yordam bo'lsin deymiz. O'sha bu bizda shaxsan menda immunitet rivojlanganki, kimnidir topsam, kimnidir taqdiri. Shartli refleks. Kimnidir taqdirida shu. Misol uchun men kelaman, Nilufar men qizni gaplashib boqing, ajoyib siz taqdiringiz bo'lsa deyman-da. Hali qiz endi ko'zimga chiroyli ko'rindilar-da, suhbatga tortsam, ajrashyapman dedilar. Men aytdim, bolangiz bormi? Shunaqa ikkita qizim bor dedilar. Sababi nima ajrimman desam, xo'jayinimni allaqasi bor ekan, farzandi bor ekan, boshqa xotini bor ekan. Nima qilibdi dedim. Nima qilibdi dedim, bo'lsa dedim. Otanglarni qozig'ini topadi dedim. Siz nima tayyor uyingizni, tayyor eringizni birovga berib qo'yib, o'zingiz chiqib ketyapsiz dedim. Hozir yoshsiz dedim, bolalaringiz yosh dedim.
Ertaga bular joyi anaqa qilib katta bo'lib dedim, o'zini tutib olganda dedim. Siz o'zingiz yoshingiz o'tganda dedim. Nima qilasiz ertangizda dedim. Siz ikkita bolangiz bilan dedim, otalik qilaman deb poylab turgan bormikan dedim. Baribir begonaga Kim yo'q borasiz dedim. dedingizmi? Men o'zimni misol qildim. Men uyalmayman o'zimni misol qilishga. Men mana shu boya o'sha boshida gaplashganimizdek er yo'li juda ham og'ir narsa. Albatta. Juda og'ir. Turmush o'rtog'ing bo'lmasa, hammani gapiga qolib ketasan, hammaga o'yinchoq bo'lib qolasan. Hamma seni anaqa qilib ko'radi. Hamma erini Ha. qizg'anaveradi. Ha. Yoningizdan o'tsangiz. De o'sha paytda aytasan-de, qani edi erim bo'lsa? Mana hozir men boya aytganimdek, birovning eshigini ochaman desam, xo'jayining yo'q deydi. O'sha agar mayli qanaqa bo'lganda ham xo'jayinim bo'lganda, balkim meni ishim osonroq bo'lardi. Balkim osonroq Obro', bo'lardi. er bu Ha. obro'. Men aytaman, ersizlik oson emas. Mana shu ko'p onalarcha hozircha juda ko'p qizini hayotiga aralashyapti-da, ajrimga anaqa qilishyapti, sabab bo'lishyapti. Men juda ko'pini Dod, ko'rdim. men qizimni ajrataman deyishadi. O'ylashmaydiki, men boylar berilmaganman. Bu qizimni hozir bolasini ajratib olib kelsam, ertaga menga bir nima bo'lib qolsa, bu aka singlisi o'zi bilan o'zi ovora bo'lsa, buni hayoti nima bo'ladi? Ertaga bolasi bilan nima qiladi? Bu bola ertaga katta bo'lganda uni oxini kim ko'taradi? Bu qizim ertaga kimga turmush o'rtoq bo'ladi? Turmushga chiqmasa, ertangi hayoti nima bo'ladi? Bir umr yolg'izlik oson emas. Insonni Allohim jufti bilan yaratgan. To'g'ri, taqdirda yozilgani bo'ladi. Lekin taqdirni o'zgartirish o'zimizdan ham qo'limizda yozilgan. Harakatimizni qilishimiz kerak. Bu ajrim chiqish yo'li emas, ajratish kerak emas. Hali kelinga aytibman deb, ajrashish yo'li emas deyapman. Vaqt bering eringizga deyapman. Topishib ketasiz. Men topishmagan taqdiringizda ham, birga yashamagan taqdiringizda ham ikkita bolangizni otasi. Ozgina pastroq keling. Siz o'zingiz o'rningizni biling deyapman. Siz o'zingizni ayolligingizni, onaligingizni, o'sha erkak bilan yashagan vaqtingizni sarhisob qiling deyapman. Qayerdadir o'sha odamning yaxshiligi ham bo'lgan-ku. Bir yaxshini, bir yomonligi bo'ladi. Bir yomoni, bir yaxshiligi bo'ladi. Inson o'zgaruvchan bo'lamiz. Hozir yomon deb turgan insonlarimiz ertaga yaxshi bo'lib qolishi mumkin. O'sha yaxshi deyotganimiz ertaga yomon bo'lib qolishi mumkin. Inson biz o'zgarib turamiz. Men aytaman, eringizga ham vaqt bering deyapman. Ajrashish bu yechim emas deyapman. Bir insonni yaxshi ko'rsang, o'ta yaxshi ko'rib ketma. Ertaga bir yomonligi chiqib qoladi. Bir odamni juda yomon ko'rsang, bir yaxshiligi ham bor, juda yomon ko'rma deydilar-ku. Deganlar. Endi to'g'ri, hayotda shunaqa narsalar bo'ladiki, majbur bo'lib qolasan. Nimalargadir majbur bo'lib qolasan. Men o'zimda ham bo'lib turadi. Misol uchun nimadandir xafa bo'lsam, kimdandir, nimadandir emas, kimdandir xafa bo'lsam, o'sha men xafaligimdan u odam mendan xafa. Lekin o'sha xafa bo'layotgan odam aytmaydiki, shuni xafa bo'lishiga men poydevor qo'ydim-ku, g'isht qo'ydim-ku, bu o'zidan o'zi xafa bo'lmayapti. Men ham nimadir xatoyim borki, bu xafa bo'lyapti. Men ham o'zimni xatoyimni bilay. Xo'p, Humayra opajon, siz bilan suhbatimiz maroqli bo'ldi deb o'ylayman. Kimlardir o'ziga javob topdi savollariga yoki hayotida bo'lib turgan bir muammolarni hal qilishga bir yo'l topdi deb o'ylayman. Rahmat. Xo'p, bizni loyihamizning homiysi Akzanaldi liboslardan siz uchun maxsus hadyamiz bor. Yaxshi kunlaringizda keyin. Rahmat, salomat bo'ling. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat Ilohim sizga. sizlarni ham loyihanglar bundan ham rivojlansin, yuzlaringlar yorug' bo'lsin. Yana ham ko'p Allohning izni bilan chiroyli loyihalarning ustida yana uchrashinglar. Sizlarni juda ham loyihalarni yaxshi ko'raman. Mana suvchi gruppamda ham darrov kirib, sizlarni har bitta qo'ygan loyihalarni ko'rsataman. Keyin o'sha gruppaga ham aytaman, har doim aytaman, qizlarjonlar, mana shu yerda kelinlar maktabi bor, kuyovlar maktabi bor. Olib boringlar. Kirishsin, o'qishsin deyman. O'zimizga foyda. Anta gap-gash degan pulinglarni ketkizib qo'yasizlar. Mana masjidga borsanglar, sizlarni o'zinglarni yutug'inglar. Qaynonalik maktabi ilmi bor. Kiringlar o'sha maktabga, o'qinglar. O'zinglarga foyda bor. Olgan kelinni ham ko'ngilda emasmi? Olib kelsin. Olib kelinglar. Men har doim aytaman shu narsani. Beramiz, xudo Har doim xohlasa. aytaman, boringlar, o'zinglarni ham ustinglarda ishlanglar. Kelininglarni ham ustida ishlanglar. Men o'zim shu maktabda o'qib, men juda ko'p xatolarimni to'g'riladim. Baraka toping. Sanjoningiz sog' bo'lsin. Juda ham savobli ish qilgansiz. Shu maktablarni ochib, juda ham manfaatli. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga ham salomat Rahmat, bo'ling. salomat bo'ling. Qadrbaland, qadrlilarim, siz ham fikrlar, mulohazalaringiz bilan albatta bizga savollar yuborib,
keyingi loyihamizda qanday mavzularni, kimlar bilan olib chiqishimizni fikrlaringlar bilan yordam beringlar va savollaringiz bo'lsa, albatta biz ana shu savollarga imkon qadar javob berishga tayyormiz. Salomat bo'ling.